Hozir siz bilan qanaqa qilib 2026-yilda pul keltiradigan shaxsiy brend qurish mumkinligini to'liq A'dan Y'gacha ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana shu videodan keyin siz bemalol o'zingizni shaxsiy brendingizni boshlay oladigan darajada bo'lsa, barcha sizning miyangizdagi barcha shu e'tirozlar, muammolar hammasiga yechim topamiz. Men bu videoda o'zimni 5-6 yillik tajribalarimni hammasini eng go'shli joylarini ulashmoqchiman. O'shaning uchun ham bemalol o'tirib oling. Xo'p, agar siz shaxsiy brend qurish uchun masalan ko'p vaqtim ketadi, har kuni video qilishim kerak, zo'r gapiradigan bo'lishim kerak, juda kreativ bo'lishim kerak, hali tayyor emasman bunga, juda ko'p pul sarflashim kerak va hokazo sabablar bor deb haligacha boshlamay yurgan bo'lsangiz, aslo unaqa emas. Ya'ni bu siz o'ylaganchalik ham qiyin jarayon emas. O'shaning uchun ham aksincha bu siz o'ylagandan anchagina oson. O'shaning uchun ham bugun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga bugun juda ham foydali va birdaniga mana shu videodan keyin o'zingizni shaxsiy brendingizni boshlay oladigan darajada bo'lasiz. Nimaga sen bu darajada ishonch bilan gapiryapsan deb aytishingiz mumkin. Chunki men hozirgacha mana 50 dan ortiq tadbirkor mutaxassislar bilan ishlaganman. Ularni biz masalan shaxsiy brendini 0 dan to masalan 100 ming, 200 ming obunachigacha olib chiqqanmiz. Ya'ni ularning sotuvlarini oshirishga yordam berganmiz, jamiyatdagi statusini oshirishga va hokazo umuman olganda shaxsiy brendini, ya'ni daromadli va statusli shaxsiy brendini qurishga yordam berganman. Shuning uchun ham men o'zimni o'tgan har bitta shu bilimimni, tajribalarimni, instrumentlarimni hammasini jamlab sizga hozir yordam bermoqchiman. Undan tashqari men mana shu o'zimdagi kasbni, mana shu hunarni faqatgina o'zim emas, balki boshqa yosh, ya'ni kelajagi porloq yoshlarga ham o'rgatganman, ya'ni shogirdlar ham yetishtirganman. Juda ham ko'p, hozirgacha bir 50 ga yaqin shogird yetishtirganman. Mana shu meni sohamni, meni kasbimni hozir o'zimni shogirdlarim ham zo'r natijalar qilib ishlab kelishyapti. Ya'ni bu narsa meni mijozlarimda ham o'xshagan, meni shogirdlarimda ham, o'quvchilarimda ham o'xshagan. O'shaning uchun ham hammasi sinalgan, tajribadan o'tgan instrumentlar. Mana ko'rishingiz mumkin, mana bular meni ba'zi bir shogirdlarim, ya'ni shunga o'xshagan umumiy olganda shu 50 ga yaqin shogirdlarim bor. O'shaning uchun hozir siz bemalol bo'lib, yoningizga choy, kofe damlab olib, ruchka, qalam, daftar olib o'tiring, chunki juda ham ko'p ma'lumotlar men sizga aytaman, hammasini yozib, kerak joyda yozib keting. Xo'p, bugun o'zi siz bilan nimalarni ko'rib chiqamiz va nimalar haqida gaplashamiz. Xo'p, siz bilan boshlaman, o'zi shaxsiy brend boshlash uchun katta sababni topamiz. Masalan, ko'pchilik nima qiladi, shaxsiy brend boshlamoqchi bo'ladi-yu, boshlamasdan yuradi, to'g'rimi? Nima uchun boshlamaydi? Chunki ularda aniq bitta sabab bo'lmaydi, ya'ni katta bir motiv bo'lmaydi. O'sha narsani siz bilan topamiz. Xo'p, blogda o'zingizga mos bo'lgan yo'nalish tanlash va o'zingizni blogingizga pozitsiyangizni tanlashni ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, nimaga ko'pchilik blog yuritadi, lekin blog orqali mijozlar kelmaydi? Buni ham sabablarini va yechimlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, shaxsiy brend orqali pul ishlashni top 6 ta modelini ko'ramiz. Ya'ni qaysi biri sizga mos, qaysi modelda siz pul ishlasangiz bo'ladi, buni ham ko'rib chiqamiz. Undan tashqari blog boshlashdan oldin ko'pchilikda kuzatiladigan eng mashhur 7 ta qo'rquvlar bor. Mana shu qo'rquvlarning har bittasiga nima yechimlar bor, qanaqa mana shu qo'rquv yo'qotsa bo'ladi, buni ham ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari blog yuritishni boshlagandan keyin paydo bo'ladigan muammolar bor. O'sha eng mashhur shu muammolarga men sizga oldindan, ya'ni hozir blogingizni boshlashdan oldin ham men sizga mana shu narsaga tayyor bo'ling deb bularga ham yechimni aytib ketaman. Hozirdan tayyor bo'lib o'zingizga kuch, energiya oldindan to'plab olasiz. Undan tashqari xo'p, blog yuritishda sotuv varonkasi haqida chuqurroq siz bilan gaplashamiz. O'zi bu nima bu? Eng muhim narsa bu, ayniqsa shaxsiy brendingizni endi boshlayotgan bo'lsangiz. Xo'p, blogingizni 2 barobar tezroq ko'tarish uchun infopovodlar haqida ham gaplashamiz. Nimalar u, qanaqa foydalanish kerak? Undan keyin siz bilan blogga maqsadli obunachilar yig'ishni 3 ta yo'lini gaplashamiz. Har bitta yo'l orqali qanaqa biz maqsadli obunachilarni yig'sak bo'ladi, buni ham ko'rib chiqamiz. Undan keyin esa qanaqa million prosmotli kontentlar qilish mumkin va buni qoidalarini ko'rib chiqamiz. Undan tashqari kontent qo'ya topishi top 5 ta yo'llar. Ya'ni men o'zim foydalanadigan yo'llarni sizga o'rgataman. Undan keyin kontent uchun zo'r ssenariy yozish texnikalarini o'rgataman sizga va stories orqali obunachilarni sodiq muxlisga aylantirishni ko'rib chiqamiz. Katta prosmotrlarsiz ham zo'r sotuvlar qilish mumkinligini sizga men kursda isbotlab beraman. Ya'ni siz Instagramda yoki o'zingiz shaxsiy brendingizda katta prosmotrlarsiz ham zo'r pul topsiz bo'ladi. Qanaqa degan savolga javob topamiz. Va undan keyin shu blog yuritishda ko'pchilik qiladigan xatolarni ham men sizga hammasini oldindan ko'rsataman. Ya'ni oldindan siz hammasiga tayyor bo'ling degan maqsadda. Va oxirida siz mendan zo'r qiymatli va qimmatli sovg'a olishingiz mumkin. Bu nima? Mendan strategik konsultatsiya yutib olishingiz mumkin. Va undan keyin oxirida esa men sizga o'zimni maxsus taklifimni beraman. Xo'p, unda darsimizni sekin boshlaymiz. Agar siz men haqimda bilmaydigan bo'lsangiz yoki oldin meni ko'rmagan bo'lsangiz, o'zim haqimda ozgina ma'lumotlar beraman. Xo'sh, men o'zim oilaliman. Hozirda bir nafar qizalog'im bor.
Digital marketing sohasida 6 yildan beri faoliyat yuritaman. O'zim oliy ma'lumotliman, TATUni bitirganman, bakalavrni bitirganman va magistraturani oxirigacha bitirmaganman, chunki o'sha paytlar men endi marketingga kirib kelgandim. Shuning uchun ish bilan ko'proq berilib, magistratura oxirigacha yakunlamay qolgan. Undan tashqari o'sha talabalik paytlarimda men yilning eng faol talabasi bo'lib, bosh vazirimizdan va prezidentimizdan sovg'alar olganman va ko'plab ko'rsatuvlarda chiqqanman. Undan tashqari o'zimning Spero MTJ agentligim bor, ya'ni mana shu agentlik orqali biz hozirgacha 50 ga yaqin mijozlarga xizmat ko'rsatganmiz. Va undan tashqari hozirgacha onlayn ravishda 1000 dan ortiq va offlayn ravishda 50 ga yaqin shogirdlarni yetishtirib chiqarganmiz. Ko'pchilik ichida masalan ikkilanishlar paydo bo'lishi mumkin. Deylik, menda o'xshaydimi, o'zi bu berayotgan instrumentlar o'xshirmikin, bilimlar foydali bo'larmikin degan narsalar bo'lishi mumkin. Masalan, men ba'zi mijozlarimni rezultatini ko'rsataman. Deylik, mana masalan, Bezod Mirahmedov mana O'zbekistondagi birinchi IELTS 9 egasi va IELTS 10 o'quv markazi asoschisi. Mana bularda biza men o'zim 0 dan boshlab ishlaganman. Ya'ni eng birinchi mijozim bo'lgan shaxsiy brend bo'yicha bularni shu 0 dan to 100 ming obunachigacha olib chiqqanmiz. Lekin hozirgi paytda faoliyat ko'rsatmayapmiz. Shuning uchun mana 100 mingdan ozgina obunachilari kamayib qolgan. Chunki hozirgi paytda bloglarni yuritmayaptilar. Xo'p, bundan tashqari yana bitta mijozimiz Dilafruz Hidoyatova, bular UNICEF xalqaro treneri, PhD, ekspert, metodolog, 23 ta kitoblarning muallifi. Bularda ham mana 2 oyda biz 20 mingdan oshiq obunachi chiqqanmiz va 2 oy ichida bloglarda $15,000 atrofida sotuv qilganmiz. Xo'p, yana bitta mijozimiz Rayona Hayvatova, ya'ni bularning bloglarida biz 2 oy ichida 20 mingdan ortiq obunachi chiqqanmiz. Juda ham ko'p kontentlari million prosmotrlar bo'lgan, 2 million, 3 million, 4 million bo'lib ketib qolgan va mana shu 2 oy ichida biz bloglar orqali juda ham ko'p konsultatsiyalar sotganmiz. Xo'p, yana bitta mijozimiz Ravshan Po'latjon, bularning bloglarida biz 2 oy ichida 0 dan 2 oy ichida 50 mingdan oshiq obunachi chiqqanmiz va bir qancha million prosmotrli kontentlar bo'lgan. Deyarli mana shu mijozlarimning deyarli hammasida million prosmotrli kontentlar bo'lgan hammasida. Xo'p, undan tashqari yana bitta mijozimiz Mahsum Ashirmetova, bularning bloglarida ham biz 2 oy ichida 20 mingdan oshiq obunachilar yiqqanmiz. Xo'p, yana bitta mijozimiz o'qituvchi Munira, ya'ni Xitoy tili bo'yicha ekspert. Bularning bloglarida biz 2 oyda shu 20 mingdan oshiq obunachi yiqqanmiz va juda ham ko'p mini kurslari sotilgan. Va yana bitta mijozimiz tadbirkor, investor, multimillioner inson dollarda. Bularda ham 2 oy ichida 15 mingdan ortiq obunachi yiqqanmiz. Va yana bitta mijozimiz Jahongir aka, bularning bloglarida biz 3 oy ichida shu 10 mingdan ortiq obunachi yiqqanmiz va o'quv markazlariga juda ham ko'p o'quvchilar olib kelib berganmiz. Ya'ni o'shaning uchun men aytmoqchimanki, mana shu darsdagi barcha instrumentlar foydali, tajribadan o'tgan, sinalgan. O'shaning uchun ham ko'nglingiz xotirjam bo'lsin, hammasini diqqat bilan eshiting, albatta sizga ham foydali bo'ladi. Xo'p, shaxsiy brend boshlayotganlarning ko'pchiligi shaxsiy brendini boshlaydi, lekin tashab qo'yadi, chunki davom ettirish uchun katta motiv yo'q. Keling, sizga birinchi mana shu motivni topib olamiz. Mana shu mavzu ochilganda men har doim maymunlarning hikoyasini misol keltiraman. Xo'p, bu qanaqa hikoya degan bo'lsangiz, xullas bitta xonaga masalan deylik bir 1000 ta maymun bor ekan bitta xonada. Va mana shu 1000 ta maymunning hammasini oldiga kompyuter qo'yilganda, ularning hammasiga 1000 ta maymunga vazifa berilgan. Masalan deylik qanaqadir salom degan so'zni yozinglar deb hammasiga buyruq berilgan. Endi bilasizki, maymunlar qanaqa, ular ongsiz mavjudot, to'g'rimi? Hammasi o'zi bilganicha klaviaturaga bosib yozishni boshlaganda. Masalan, endi 1000 ta maymundan tasodifiy holatda masalan 100 tasida salom degan so'z tasodifan yozilib qolgan va bu yerdagi o'sha 900 ta maymun bularga qaraganda wow, bular rostdan ham aqlli ekan, biz endi yozishni bilmasdik, bular lekin rostdan ham yozishni bilar ekan, bular o'qimishli ekan deb o'ylagan. Keyin haligi 100 ta maymunga ham yana bitta vazifa berilgan. Endi bu safar salom emas, mana xayr degan so'z yoziladi, bularga yana vazifa berilganda. Yana shu 100 tasi ham yana yozishni boshlaganda, 100 tasidan 10 tasida xayr degan so'z tasodifan yozilib qolgan. Va haligi 100 taning ichidagi narga yoza olmagan 90 tasi bularga qaraganda, bular lekin rostdan o'qimishli ekan. Bizda birinchi safar tasodifan yozilib ketdi, lekin bularda haqiqatda o'xshab qoldi. Haqiqatda o'qimishli ekan deb o'ylagan. Keyin oxirida haligi 10 tasiga mana endi sizlarga muvaffaqiyat degan so'z yozinglar deb berilsa, bittasi ham o'xshamagan. Ya'ni bu hikoyadan xulosa shunaqaki, masalan hayotda ham ba'zida siz qanaqadir muvaffaqiyatli insonlarni ko'rishingiz mumkin, lekin ularga qarab turib bu juda ham muvaffaqiyatli bo'lar. Hayotidagi hamma erishgan yutuqlariga o'zini mehnati 100% mehnat bilan erishgan deb o'ylashingiz mumkin, lekin aslida har doim ham bunaqa bo'lmaydi. Xuddi boyaga maymunlar hikoyasi singari ba'zilarning hayotida shunaqa klaviaturalar, deylik mana qo'shtiroq ichida klaviaturalar tasodifan yozilib ketib qolishi mumkin deb, tasodifan omadi kelib birdan muvaffaqiyatli bo'lib ketgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun mana shu narsani siz his qilib harakat qilsangiz, sizda ham anchagina yengilroq kechishi mumkin. Shuning uchun men nimani xulosa qilmoqchiman? Siz ko'rib turgan barcha muvaffaqiyatli insonlar 100% o'zini mehnati bilan erishmagan bo'lishi mumkin. Omadli bo'lish ehtimolini oshirish uchun blog yuriting demoqchiman. Ya'ni siz hayotda
omadli bo'lishingizni siz o'zingiz hal qila olmaysiz, lekin omadli bo'lish ehtimolini oshirsangiz bo'ladi. Mana shu ehtimollarni oshiradigan narsalardan bittasi bu blog yuritish, o'zingizni shaxsiy brendingizni qilish. Masalan, men ham hayotimda shaxsiy brendimni qilish boshlaganimdan keyin, o'zimni blogimni yuritish boshlaganimdan keyin, o'zim kutmagan holatda, o'zim bilmagan holatda qanaqadir muvaffaqiyatlar kelishni boshlaganda, mana qanaqadir zo'r insonlar bilan tanishib qolganman, zo'r networking bo'lib qolgan, zo'r loyihalar chiqib qolgan. Aynan mana shu o'zimni shaxsiy brendimni qilib, blogimni qilishni boshlagandan keyin, agar men blogimni qilmaganimda, o'zimni borligimni dunyoga ko'rsatmaganimda, balki bu narsalarga erishmagan bo'lardim. Ya'ni o'shaning uchun ham siz omadli bo'lishni o'zingiz hal qila olmaysiz, lekin omadingizni ehtimollarini oshirishingiz mumkin. Ya'ni boyagi o'sha ya'ni omadli maymun bo'lmoqchi bo'lsangiz, qo'shtirnoqchida o'zingizni shaxsiy brendingizni qiling, blogingizni hozirdan yuritishni boshlang. Endi mana biz topdik, xo'p, blog yuritishga asosiy motivatsiyani topdik. Endi blogimizda yo'nalishimiz va pozitsiyamiz qanaqa bo'ladi? Endi mana shu narsani siz bilan birga aniqlaymiz. Xo'p, qani, sizga men hozir ikkita muhim savol beraman. Siz mana shu savollarga yaxshilab o'ylab, kerak bo'lsa mana shu videoni stop qilib, pauza qilib o'ylab javob bering. Birinchi savolim: odamlar qaysi sohani esga olishganda sizni eslashlarini xohlaydi? Deylik, mana qani, siz tasavvur qiling-da. Men hozir mana shu 2-3 odamlar bilan suhbatlashib o'tiribman-da va bizning oramizda qanaqadir bir soha bo'yicha muammo chiqib qoldi. Va biz ana shu muammoni hal qilish uchun biz bir-birimizga aytamiz-da, to'xta, mana shu muammo bo'yicha palonchi odam bor-ku deb turib, biz sizni eslaylik. Nima muammo bo'lsin, qaysi soha bo'yicha muammo bo'lsin mana shu. Agar hozir masalan birdaniga javob bera olmasangiz, videoni hozir pauza qiling, 2 minut, 3 minut, 5 minut, 10 minut yaxshilab o'ylab, javobingizni qog'ozga yozing-da, keyin yana davom etamiz. Bu birinchi savol, ya'ni sizni pozitsiyangizni aniqlashda bu juda ham muhim strategik savol. Yana bitta qaytaraman. Odamlar qaysi sohani esga olishganda, qaysi soha bo'yicha muammo paydo bo'lganda sizni eslashlarini xohlaysiz. Siz xohlaysiz o'zingiz ichingizdan, chin dildan. Endi ikkinchi savolim: odamlar sizni ismingizni eshitganda endi nimalarni yodga olishini xohlaysiz? Bunga ham hozir videoni pauza qilib, yaxshilab o'ylab, keyin javobingizni ayting. Xo'p, mana shu savolga yaxshilab chin dildan javob berganingizdan keyin aynan mana shu sizni blogdagi pozitsiyangiz bo'ladi. Aynan mana shu narsa sizni muhim o'sha nima deydi, barqaror pozitsiyangiz bo'ladi. Mana shu pozitsiyani ushlash kerak bo'ladi. Ya'ni siz bermoqchi bo'lgan har bitta xabar, har bitta message, har bitta content, har bitta stories, har bitta sizni chiqishlaringiz mana shu pozitsiyangizni ushlab turish kerak. Masalan, bu yerda sizni pozitsiyangiz deylik, mana siz ichingizdan xohlayotgan narsa, sizni pozitsiyangiz boshqacha bo'lib turib, lekin siz berayotgan xabar bu yerda boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, bu noto'g'ri degani. Siz noto'g'ri pozitsiyadasiz, noto'g'ri pozitsiya bo'lgandan keyin ertaga to'g'ri o'zingizga auditoriyaga olmaysiz, sotuvlaringiz ham o'xshamaydi. O'shaning uchun ham boshidan to'g'ri, aniq, muqim bitta qanaqadir pozitsiya aniqlab olishimiz kerak va shunga qarab keyin harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Masalan, yuqoridagi savollarga men qanaqa javob bergan bo'lardim? Xo'p, odamlar qaysi sohani esga olishganlarida sizni eslashlarini xohlaysiz? Mana javobim shaxsiy brend bo'yicha va shaxsiy brend orqali daromad oshirish. Aynan mana shu bo'yicha qanaqadir muammo paydo bo'lganda yoki qanaqadir bir bahsiy vaziyat bo'lganda mana eslashlarini xohlayman. Shaxsiy brend deganda, shaxsiy brend orqali daromad oshirish deganda, to'xta, bu bo'yicha Farruh bor, Farruh chaqiraylik, yordam beradi. Eng zo'rlardan bittasi Farruh deb turib, mana eslashlarini xohlayman. Endi ikkinchi savol: odamlarni sizni ismingizni eshitganda nimalarni yodga olishlarini xohlaysiz? Mana javobim qanaqa? Samimiy, muvaffaqiyatli, oilani qadrlaydigan, shaxsiy brend mutaxassisi, blog yuritish, zo'r kontentlar qilish, daromad oshirish. Mana shu narsalarni esga olishlarini xohlayman. Masalan, Farruh Saliyev deyishganlarida men xohlayman, to'xta, Farruh bu samimiy odam, bu muvaffaqiyatli odam, bu oilani qadrlaydigan odam, bu shaxsiy brend bo'yicha mutaxassis, bu blog yuritish bo'yicha mutaxassis, bu zo'r kontentlar qilish bo'yicha mutaxassis, daromad oshirish bo'yicha mutaxassis degan mana shu ismim bilan birgalikda mana shu 5-6 ta narsa ham birgalikda paydo bo'lishini xohlayman. Ya'ni odamlar meni ismimni eshitganda birdaniga mana shu 5-6 ta so'zda, 5-6 ta ma'no ham ismim bilan birgalikda ularning xayolida paydo bo'lishini xohlayman. Masalan, oddiy misol, shu yaqinda o'zimni blogimda so'rovnoma tashkil, ya'ni bizning tilda aytganda kasdev qilganimda, ya'ni so'rovnoma qilganimda ham juda ko'pchilik aytdi, aka samimiysiz, unaqa bunaqasiz deb mana shu narsani aytdi. Ya'ni bu degani men pozitsiyamni to'g'ri ushlab ketyapman degani. Xo'p, mana shu bo'yicha o'zingizni aniq bitta javobingizni qo'yganingizdan keyin juda ham zo'r, ya'ni sizda pozitsiya aniq bo'ldi. Endi keyingi qadam nima? Nimaga ko'pchilik blog yuritadi, lekin blog orqali mijozda kelmaydi? Qarang,
ko'pchilik o'zi shaxsiy brendini boshlagan, lekin bu orqali daromad qila olmayotganlarda ikkita muammo bo'ladi. Ikkita muammo o'zi. Yo bunisi yo bunisi bo'ladi. Birinchisi, noto'g'ri auditoriyaga to'g'ri produkt sotmoqchi bo'layotgan bo'ladi. Ikkinchisi, to'g'ri auditoriyaga noto'g'ri produkt sotmoqchi bo'layotgan bo'ladi. Xo'p, bu nima degani? Keling, masalan, sizga bu narsani yaxshiroq tushuntirib beraman. Deylik, masalan, siz mashinani qanaqadir har xil aksessuarlarni sotadigan do'kon egasiz. O'zingizni Instagramda blogingizni yuritishni boshladingiz. Qanaqadir har xil shu mashinaga kerakli aksessuarlar haqida, qanaqadir shu bo'yicha videolar qo'yishni boshladingiz-da, masalan. Va orasida qanaqadir bitta shu psixologik qanaqadir kontent ko'rib qoldingiz, o'shani qo'yib yubordingiz blogingizga va psixologiyaga qiziqadigan ayollar yig'ilib kelishni boshladi sizga. Sizni profilingizga, ya'ni siz to'g'ri blog, sizni blogingiz to'g'ri o'zi, sizni sotadigan produktingiz ham to'g'ri-da, lekin noto'g'ri ayollar yig'ilib qoldi masalan. Ya'ni sizni u mashina aksessuarlarini u psixologiyaga qiziqqan ayollar olmaydi, to'g'rimi? Ya'ni sizda to'g'ri produktingizni noto'g'ri auditoriyaga sotmoqchi bo'lasiz. Sotilmaydi bunaqa holat. Ya'ni o'sha psixologiyaga qiziqqan ayollar sizni u mashina aksessuarlaringiz olmaydi. Bu birinchi variant. Endi ikkinchi variant, to'g'ri auditoriyaga noto'g'ri produkt. Masalan, sizni mana blogingiz mashina aksessuarlariga qiziqqanlar uchun, to'g'rimi? Lekin masalan, siz mana shu blogingizga deylik qarang, to'g'ri auditoriyaga noto'g'ri produkt. Masalan, siz endi bularga qanaqadir mashina aksessuari emas-da, qanaqadir bir telefon yoki nimadir kurs sotmoqchi bo'lsangiz, bor deydi, menga kerak emas deydi, menga mashina aksessuari kerak deb, siz ya'ni to'g'ri auditoriyaga noto'g'ri produkt sotmoqchi bo'lasiz. Ya'ni ikkita muammoning bittasi bo'lishi mumkin. Sizni sotuvingiz bo'lmayotganida. Xo'p, endi keling mana shaxsiy brend orqali pul ishlashni 6 ta modelini ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'zi shaxsiy brend orqali qanaqa yo'llar bilan pul ishlashsa bo'ladi, hammasini ko'rib chiqamiz. Birinchi yo'li xizmat modeli, ya'ni servis deyiladi. Bu eng tez pul keltiradigan yo'l. Ya'ni men o'zim mana shu 5-6 yildan beri mana shu xizmatimni sotib kelganman. Ya'ni blogim orqali juda ham ko'p mijozlar kelganman. Shu kungacha hammasi blogim orqali kelgan. Ya'ni masalan deylik, siz marketing bo'yicha, dizayn bo'yicha qanaqadir xizmatingiz bo'ladigan bo'lsa, masalan, mana shu xizmatingizni blogingiz orqali sotib yurishingiz mumkin. Endi ikkinchi model bu konsultatsiya, ya'ni mentorlik model. Ya'ni masalan, bunaqa holatda siz o'zingiz ekspert bo'lasiz-da, o'zingizni bilimingizni sotib pul ishlaysiz. Masalan, siz doimiy ravishda konsultatsiya sotishingiz mumkin yoki doimiy ravishda o'zingizni mentorlik qanaqadir dasturingizni sotishingiz mumkin. Bu modelda albatta katta chek bo'ladi va siz katta pul topishingiz mumkin. Undan keyingi model bu onlayn mahsulotlar sotish modeli, ya'ni qanaqadir digital produktlar, masalan, bo'lishi mumkin onlayn kurslar, elektron kitobchalar, elektron qo'llanmalar, hokazo narsa, ya'ni faqatgina shu onlayn raqamli ravishda sotiladigan narsalar. Bu modelda siz o'sha ko'p katta masshtabda sotuvlar qilishingiz mumkin. Ya'ni navbatdagi model bu reklama modeli. Masalan, siz agar katta auditoriya bor bo'lsa, qanaqadir yo'nalishda kontent qiladigan bo'lsangiz, sizga juda ham ko'p reklamalar tushishi mumkin. Undan keyingi usul bu klub modeli. Masalan, hozirgi paytda juda ham ko'pchilik mana shu modelda ham pul ishlashyapti. Ya'ni qanaqadir siz o'zingizni qaysi bir yo'nalishda, qaysi bir nishada o'zingizni bir jamiyatingizni tashkil qilasiz, mana shu jamiyatga a'zo bo'lishni pullik qilib qo'yasiz. Va o'zingizni masalan, oylik obuna bo'lishi mumkin, masalan, mastermind klub bo'lishi mumkin, har oy yig'iladigan klub bo'lishi mumkin, hokazo. Ya'ni mana shu modelga a'zolarni olib kirib siz pul topishingiz mumkin. Va navbatdagi model bu media model. Masalan, hozirgi paytda ham juda ham ko'pchilik bu modelda ishlaydi. Ya'ni o'zingizni masalan qanaqadir YouTube'da maxsus podkastingizni boshlashingiz mumkin-da. Mana shu podkastni o'zini ham sotishingiz mumkin. Masalan, bitta shu podkastda mehmon bo'lish, masalan, $1000, $2000, $5000, $10000 qilib qo'yishingiz ham mumkin agar zo'r bo'lsa podkastingiz va yoki orada qanaqadir hamkorlik reklamalar bo'lishi ham mumkin. Xo'p, mana hozirgacha siz bilan qanaqa shaxsiy brend orqali pul ishlash mumkinligini ko'rdik, qaysi yo'llar orqali pul ishlash mumkinligini ko'rdik va pul ishlamayotganlarning sabablarini ko'rdik. Endi keling siz bilan mana blog boshlayotganda eng mashhur top 7 ta qo'rquvlarni va ularni qanaqa qilib yengishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi qo'rquv, kameradan qo'rqaman, yaxshi gapira olmayman. Bu hammada bo'ladigan, ya'ni 90% mutaxassislarda, ekspertlarda, tadbirkorlarda bo'ladigan holat. Ya'ni men oldin kameraga qarab gapirmaganman, o'shaning uchun ham gapira olmayman, men yaxshi gapirishni bilmayman deyshadi. Buni ikkita zo'r yechimi bor. Birinchisi bu video olayotganda ekran ortida tishavoy bor deb his qilish. Ya'ni tishavoy degani bu shu men o'zimni maxsus metodikam, ya'ni bu qanaqa deylik, mana siz video olmoqchisiz. Agar siz hozir meni hozir bu videomni 100 mingta odam ko'radi deb video oladigan bo'lsangiz, hayajonlanasiz, qo'rqasiz. Shuning uchun nima qilish kerak? Deylik, mana qarang, siz agar Telegramda qanaqadir yaqin bir do'stingizga, yaqin bir masalan dugonangizga video olayotgan bo'lsangiz, nima qilasiz? Bemalol xotirjam gapirasiz, to'g'rimi? O'shaning uchun nima qilish kerak? Ekran ortida o'zingizning eng yaqin do'stingiz, masalan, men eng yaqin do'stim Tishavoy bo'ladigan bo'lsa, mana shu Tishavoyga video olaman deb o'zimni his qilaman.
Mana shu gapirayotgan videoyim hozir Tishavoy uchun. Tishavoy, men senga hozir mana shu narsalarni o'rgatyapman. Agar kameradan qo'rqadigan bo'lsang, mana shu narsani qilgin deb Tishavoyga qarab, Tishavoy uchun video oladigan bo'lsangiz, anchaga xotirjam, erkin gapirasiz. Chunki u sizning yaqin do'stingiz. O'shaning uchun ham video otganda eng yaqin do'stim ekran ortida turibdi deb his qilib video oling. Shunda anchagina erkin gapirasiz. Bu birinchi yechim edi. Endi ikkinchi yechim bu videolaringizni masalan bitta o'zingiz kameraga qarab emasdi, qanaqadir yoningizda bir sherik bo'lsin-da, u bilan suhbat tarzida oling. Masalan, yoki sizga u savollar bersin. Siz javoblarni unga qarata gapiring yoki bunga o'sha yoningizdagi sherikka qarab javob bersangiz, anchagina xotirjamroq, bemalolroq gapiradi. Lekin boshdanoq shu kameraga qarab videolar oladigan bo'lsangiz, sizda shu hayajon paydo bo'lishi mumkin, yaxshi gapira olmasligingiz mumkin. O'shaning uchun mana shu yechimlarni qilib ko'ring. Xo'p, endi ikkinchi eng mashhur qo'rquvlardan bittasi bu atrofimdagilarning gap so'zdan uyalaman, odamlar nima deydi? Ko'pchilik mana shu narsani o'ylashi mumkin. Bu qo'rquvni asosiy yechimi qanaqa? Siz o'zingizni borishicha tan oling. Nimaga? Masalan, qarang, siz agar hozir blogingizni boshlab, shaxsiy brendingizni qilishni boshlaganingizdan keyin, masalan, deylik, mana Instagramga, YouTube'ga videolar qo'yishni boshlaganingizdan keyin siz o'ylaysizki, atrofimdagilar, qo'ni-qo'shnilarim, qarindosh-urug'lar meni qaysi kamchiliklarimni ko'rib qolishi mumkin. Ular meni qaysi ma'noda zo'r deb o'ylashi mumkin deb o'ylaysiz. Ya'ni siz xohlamaysiz qaysi bir kichkina kamchiliklaringizni bilib qolishlarini. O'shaning uchun bu narsa, ya'ni siz agar o'zingizni borishicha tan olsangiz, o'zingizni kamchiliklaringizni, o'zingizni yaxshi yomon tomonlaringizni borishicha tan olsangiz, masalan, oddiy misol, meni hattoki videolarimni qaynonam ko'radi, qaynatam ko'radi, amma xolalarim, tog'alarim, qarindosh urug'lar, qo'ni-qo'shnilar hammasi ko'radi va men uchun bu narsa normal holat. Deylik, masalan, ular meni qaysidir kamchiliklarimni ko'rsa, meni videolarimni ko'rsa, men uchun bu narsa oddiy holat, chunki men o'zimni borimcha tan olganman. Borishicha o'zingizni tan olsangiz, shunda birovlarning gap so'zlaridan uyalmaysiz. Ya'ni siz birovlar kamchiliklaringizni bilib qolishini xohlamaganingizdan mana shu qo'rquv paydo bo'lgan. Xo'p, navbatdagi qo'rquv bu, men hali bunga loyiq emasman, mendan hali zo'rlari ko'p deyshadi. Mana shu savolni bersa, men har doim bitta voqeani misol keltiraman, ya'ni kompyuter oldida o'tirgan kuchuk voqeasi. Xullas, bitta jurnalda kompyuter oldida kuchuk o'tirgan rasm qo'yilgan ekanda va uni pastiga bitta zo'r gap yozilgan. Internetda hech kim seni it ekaningni bilmaydi deb yozilgan. Va siz bundan ikkita xulosa qilsangiz bo'ladi, bitta yaxshi, bitta yomon. Yaxshisi shuki, internetda shunaqangi bitta zo'r bitta paradoks borki, ya'ni bu nima? Katta bizneslar ham, katta brendlar ham, kichkina, endi ochilgan, yangi ochilgan biznes ham obunachilarga, mijozlarga bir xil bo'lib ko'rinadi. Agar ikkalasi ham shu sifatli zo'r qilib upakovka qilingan bo'lsa, internetda, masalan, oddiy shu Instagramda bir xil bo'lib ko'rinadi. Masalan, deylik, sizni qanaqadir yangi ochilgan onlayn qanaqadir kiyim do'koningiz bo'lishi mumkin, lekin siz katta dunyoga mashhur brend ham va sizning kichkinagina onlayn do'konchingiz ham bu yerda mijozlarga bir xil bo'lib ko'rinadi. Ya'ni bu zo'r tomoni. Ya'ni siz hozir mana shaxsiy brendingizni boshlagan bo'lsangiz, sizdan juda ham kuchli 10 yillik, 20 yillik sizdan oldindagi shaxsiy brend egasiga ham va siz ham mijozlarga bir xil bo'lib ko'rinasiz. Endi ikkinchi yomon tomoni nimaki? Mana shu narsani his qilgan sizning raqobatchilaringiz hozirdan harakat qilib, sizdan tajribasi kam bo'lsa ham, ular hoziroq kirib, sizdan ko'p pul ishlayapti, sizdan ham ko'proq hurmatga ega bo'lyapti, sizdan ko'p statusga ega bo'lyapti. Ya'ni bu sizni kamchiligi, siz hozir boshlamayotganingiz, o'shaning uchun ham hoziroq tezroq boshlang. Xo'p, navbatdagi qo'rquv bu, o'sha blog boshlashga menda motivatsiya yo'q deyshadi. Buni asosiy yechimi nima? Siz blogingiz bilan aniq maqsadlar qo'ying. Qachon nechta obunachi yig'moqchisiz, qancha pul ishlamoqchisiz? Men masalan har doim tavsiya qilardim, iloji boricha pul bilan bog'liq motivatsiya qo'ysangiz, shunda to'xtab qolmaysiz. Masalan, siz obunachiga to'yishingiz mumkin, lekin baribir ham odamzod pulga to'yishi qiyin. O'shaning uchun ham masalan, bu oyda nech pul ishlayman, keyingi oyda qancha, blogim orqali mana shu yillik qancha ishlayman, hammasini bog'lab qo'ysangiz, shunda sizda motivatsiya o'lib qolmaydi. Navbatdagi qo'rquvlardan bittasi bu, blog yuritishga ko'p vaqtim ketsa-chi, ko'p vaqtim olsa nima qilaman deb qo'rqib boshlamayotganlar bo'lishi mumkin, lekin aslida unaqa emas. Bu juda ham oddiy. Haftada bir kun vaqtingizni shunga sarflang. Bir kun emas, o'sha bir kun, masalan, deylik, har yakshanba kuni 2 soatni, 4 soatni vaqtingizni ajratib, bir haftalik kontentlaringizni so'mga qilib tayyorlab qo'ying. Hafta davomida bemalol qo'yib yursangiz bo'ladi. Men masalan o'zimni mijozlarim bilan ishlayotganda shunaqa qilardim, ya'ni iloji boricha 2 haftada bir haftada bir, 2 haftada bir yig'ilib 10 ta, 15 ta, 20 ta kontentlar olardik-da.
har kuni hafta davomida qo'yib borardik. Ularni boshlaman bezda qilmasdik. Ular ham bemalol bir haftalab, 2 haftalab o'zlarining ishlarini qilib yurishardi. Ya'ni bu siz o'ylaganchalik ko'p vaqtingizni olmaydi. Yana ba'zilar o'ylashi mumkin, blog yuritish juda ham qimmat bo'lsa-chi, ko'p pulim ketib qolsa-chi deb o'ylashi mumkin, lekin aslida boshlab borish uchun unchalik ko'p pul ketmaydi. Masalan, boshlanishiga sizga faqatgina bitta shu telefonning o'zi bo'lsa yetadi. Shunchaki shunday qilib oddiy mikrofon ham kerak emas, svetlar ham qimmat, mamlaqa kameralar ham kerak emas. Boshlanishiga oddiy mana shunaqa qilib turib, mana shunaqa formatda telefon bilan blogingizni boshlasangiz bo'ladi. Lekin agar sizda ortiqcha byudjetingiz bo'ladigan bo'lsa, men blogimni yanada zo'r qilaman, sifatli qilaman, professional qilaman deydigan bo'lsangiz, albatta yaxshi video productionga pul tiksangiz o'sha qo'shimcha video montajyor olsangiz, video operator olsangiz, mana shunaqa studiyalarga borib videolar olsangiz, bu ancha yaxshi, chunki siz bundan pul topasizmi, bunga yana mehringizni berib, pulingizni tiksangiz, bu juda ham zo'r, sizga yana 10 barobar bu pul olib keladi. O'shaning uchun ham boshlanishiga eng muhimi strategik bilimni, ya'ni boshlanishiga ko'p pul sizga kerak emas. Yana ba'zilar o'ylashi mumkin, meni yo'nalishimni shaxsiy brend qilish juda ham qiyin bo'lsa-chi, o'shaning uchun ham deb boshlab yurgan bo'lishi mumkin, lekin aslida unaqa emas. Boshqatdan velosipedda kashf qilish shart emas. Siz istalgan sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar, hozir sizning yo'nalishingizda yoki sizga o'xshagan bloglar albatta topiladi. Masalan, balki O'zbekistonda bo'lmasa ham, balki Yevropada, Amerikada, masalan, Rossiyada, Osiyoda baribir topiladi. Chunki hozirgi paytda juda ham ko'p, deylik, hamma inson hozir blogini yuritadi. Ya'ni siz ulardan ilhom olib, ularga o'xshash kontentlar qilib, siz ham blogingizni yaxshigina ko'tarsangiz bo'ladi. Xo'p, mana hozirgacha siz bilan blog boshlashdan oldingi qo'rquvlar haqida gaplashdik. Endi mana blog boshlagandan keyin blog yuritayotganda qanaqa muammolar paydo bo'lishi mumkin, shularga ham sizga hozirdan, ya'ni asosiy go'sht qismiga o'tishdan oldin ham hozir mana shu qo'rquvlarga, muammolarga yechim berib ketdik, keyin asosiy qismiga o'tamiz. Xo'p, birinchisi, shaxsiy brend qilishda menda intizom yo'q. Har doim boshlayman, lekin to'xtab qoladi deyshadi. Buni sababi sizda aniq tizim yo'q. Ya'ni buni oddiy yechimi qanaqa? Mana bitta yechim, bitta syomka qilganda iloji boricha 20 ta 30 talab kontent olib oling. Masalan, bitta shu syomka qilganingizda 1 oylik kontentlaringizni olib olingda, o'shanda siz to'xtab qolmaysiz. 1 oy bemalol kontentlaringiz har kuni masalan ketib turadi yoki har 2 kunda birmi ketib turadi deb 1 oy bemalol xotirjam yurasiz. Ya'ni agar siz har kuni bitta-bittadan kontent olib, syomka qilib yuradigan bo'lsangiz, albatta bu juda ham qiyin, chunki siz har kuni kontent ola olmaysiz. O'shaning uchun eng zo'r yechim qanaqa? Bittada 30 ta, 20 ta, 10 ta, masalan 40 tami ko'p kontent olib olingda, hafta davomida 2 haftalab, 1 oylab qo'yib yuring, o'shanda stabil blogingiz ham davom etadi. Yana bitta yo'li bor, boshqa birovga qanaqadir bir yordamchingizga ham, assistentingizga ham qanaqadir pul berish evaziga undan nazorat qilishni so'rasangiz, u har kuni o'zi nazorat qilib, kontrol qilib, masalan, videolaringizni o'zi so'rab, o'zi nazorat qilib yuradi. Va yana bitta yo'li bu, qanaqadir kuchli muhitda, o'sha xuddi mana shunaqa blog yuritayotganlarning muhitiga tushsangiz, ular bilan birga harakat qilsangiz, siz ham to'xtab qolmaysiz. Xo'p, navbatdagi muammo bu, shaxsiy brendni nimadan boshlashni bilmayapman deyshadi ko'pchilik. Mukammal o'ylash shart emas. Boshlayotganda men har doim aytaman, yangi odat iloji boricha oson bo'lishi kerak. Ya'ni siz blogingizni yuritishni endi boshlayapsizmi? Maksimum oson bo'lishi kerak. Kerak emas sizga strategiya, bilimlar, qanaqadir kerak emas. Eng oson yo'lni tanlang. Ya'ni birinchi boshlayapsizmi? Eng zo'r yo'li. Eng zo'r yo'li qanaqa? Mana shunchaki o'y sahifangizda bitta-ikkita video oling. Men palonchiman, blogim boshladim. Oddiy o'y sahifangizda bir nechta videolar olingda qo'ying. Undan keyin nima? Eng zo'r yo'l, ya'ni davom etadigan yo'l qanaqa? Sohangizga oid top 30 ta savollarga javob berib chiqing har kuni masalan. Masalan, birinchi kuni shu sohangizga oid qanaqadir savolga javob bering, ikkinchi kun ham qaysi savolga farqi 30 ta savolni yig'ingda 30 kun davomida javob berib yuring. Ya'ni mana shu birinchi 30 ta kontent bu test uchun, ya'ni siz jarayonga tushib olasiz, o'rganib olasiz, qanaqa o'zi video qilinar ekan. Orasida qaysi bittasi zo'r uchib ketib qolishi mumkin deb million prosentda bo'lib sizga zo'r obunachi yig'ishi mumkin va zo'r motivatsiya berishi mumkin. Masalan, mana xuddi shunaqa misol bo'ldi. Yaqinda shu Yo'ldoshbek Yo'ldoshev yaqin akamiz blogini boshlab yurgandilar va birovlar bilan bir gaplashgandik. Keyin o'zlariga mana shunday zo'r yechim topdilar. Qanaqa, ya'ni o'zlarining sohasiga oid savollarga har kuni javob berib ketyaptilar. Oddiy mana bunaqa qimmat narsalar ham yo'q, oddiy. Mana ko'rishingiz mumkin, videolar ham unaqa sifatli zo'r kamerada olinmayapti. Hammasi telefonda olinyapti, lekin har kuni, ya'ni mana shu o'zlarining sohalari bo'yicha har kuni savollarga javob berib ketyaptilar. Orasida ba'zi videolar zo'r aniq rekomendatsiyaga chiqib, qanaqa zo'r prosmotr bo'lib, zo'r obunachi kelyapti. Mana bloglarda deyarli obunachi yo'q edi. Oddiy mana shu savollarga javob berish orqali ham 36 ming ta obunachi yig'dilar. Qarang mana, juda ham zo'r. Siz ham mana shu taktikani qilishingiz mumkin boshlanishida. Ana endi sizlar bilan eng go'shi joylariga qadam qo'yamiz o'rtoqlar, ya'ni blog yuritishda sotuv voronkasin ahamiyati. Xo'p, o'zi bu nima?
Sotuv voronkasi o'sha, ya'ni voronka degani o'sha hammani uyida bor, bilasizmi? Yog' qo'yadigan anaqa bor, bunda. Mana bunaqa narsa. Ya'ni tepasi katta bo'ladi, pasti kichkina bo'ladi. Ya'ni Instagramda ham sotuv voronkasi bor. Va Instagramda 3 xil auditoriya bor. Birinchisi bu sovuq auditoriya, ya'ni sizni hali hech qayerda ko'rmagan, sizni tanimaydigan, sizga begona bo'lgan insonlar. Ikkinchisi iliq auditoriya. Bu sizni ko'rgan, sizni videolaringizga like bosgan, sizni videolaringizga kommentariy yozgan, sizni bunda qanchadir muddatdan beri ko'rib yuradiganlar va issiq auditoriya bor. Bu sizni muxlislaringiz, sizni yaxshi ko'radigan, har kuni sizni kuzatadigan, like bosadigan, har bitta kontentlaringizni ko'rib, yozib yuradiganlar, ya'ni issiq auditoriya. Masalan, siz 6 oydan beri, 1 yildan beri ko'rib yuradiganlar issiq auditoriya, sizni muxlislaringiz. Va biz aynan mana shu issiq auditoriyadan pul ishlaymiz. Instagramda voronka qanaqa ishlaydi? Masalan, qarang. Deylik, mana siz Instagramda blogingizni ochdingiz, to'g'rimi? Profilingizni ochdingiz-da. Sizga birinchi bo'lib turib kimlar obuna bo'ladi? Sizni qarindoshlaringiz, atrofingizdagi tanishlaringiz, o'rtoqlaringiz obuna bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni ular issiq va iliq auditoriya. Chunki ular sizni taniydi, biladi, sizni yaxshi ko'radiganlar va lekin unaqalar baribir cheklangan. Bir 50 ta, 100 ta bordir, lekin bizga ko'proq sovuq auditoriya ham kerak bo'ladi. Ya'ni sizni tanimaydiganlar, to'g'rimi? Va masalan, siz bugundan boshlab videolar qo'yishni boshladingiz-da, bizga sovuq auditoriya kirib kelishni boshladi. Har kuni masalan 100 ta, 1000 ta, 10 000 ta odam kirib kelyapti, to'g'rimi? Endi mana shu sovuq auditoriyani bizning maqsadimiz ushlab qolishimiz kerak edi. Ularni iliqqa aylantirishimiz kerak. Qanaqadir 2 oy, 3 oy davomida sovuqdan iliqqa o'tkazamiz. Iliqqa o'tgandan keyin ularni yana harakat qilib issiqqa o'tkazamiz va issiqqa o'tkazgandan keyin biz ularga sotuv qilsak bo'ladi, bemalol. Sovuqdan iliqqa o'tkazishni o'zining texnikalari bor va iliqdan issiqqa o'tkazishni ham texnikalari bor va issiqdan sotuvga o'tkazishni ham o'zining texnikalari bor. Hozir birin-ketin sizlar bilan ko'ramiz. Xo'p, qarang, oddiy misol, mana keling ikkita holatda ko'rib chiqamiz. Masalan, mana birinchi holatda mana shu profil, men to'g'risi bilmayman bu kimning profili, kim bu, qanaqa inson. Shunchaki istalgan bitta profil oldim, menga obuna bo'lgan ekanlar. Xo'p, Otabek deb qo'yibdilar, 0002 deb qo'yibdilar masalan. Rasmi ham o'ziniki emas, internetdan olingan, qanaqadir nimadirlar deb qo'yibdi, qanaqadir bir videolar qo'ygan-da masalan. Bilmayman bu odam, masalan, mana shu profil menga agar chiqib qoladigan bo'lsa, men obuna bo'lmayman. Ya'ni bu degani men bu insonga sovuq auditoriya edim, to'g'rimi? Men hozir bu odamga obuna bo'lmadim degani, men sovuqdan iliqqa o'tmayman degani. Bu degani issiqqa ham o'tmayman, bu degani pul ishlayman. Ya'ni mendan bu odam endi pul ishlamaydi. Agar bu odamning videosi menga chiqib qolsa, obuna bo'lmayman. Chunki bu odamga obuna bo'lishga men sabab topa olmadim. Endi masalan ikkinchi holat mana deylik, meni profilim masalan sizga chiqib qoldi, to'g'rimi? Masalan siz bittada siz ko'rishingiz mumkin, mana meni yuzim ko'ringan, nima ish qilishim yozilgan, qanaqa yutuqlarim yozilgan, nomerim yozilgan, hammasi mana. Nima ish qilaman, qanaqa, men haqimdagi hamma ma'lumotlar bor va siz katta ehtimol obuna bo'lasiz. Chunki siz ko'rasizki, demak bu odamdan men nimadir foyda olishim mumkin ekan deb o'ylab turib, menga obuna bo'lasiz. Ya'ni siz menga oldin qanaqadir sovuq auditoriya bo'lsangiz, uje menga obuna bo'ldingiz degani meni yutug'im edi. Va endi men sizni sovuq auditoriya, men sizni endi iliqqa o'tkazmoqchi bo'laman. Bir necha oy davomida men sizni harakat qilib iliqqa o'tkazaman-da, yana iliqdan issiqqa o'tkazib, keyin issiqdan men sizdan pul ishlayman. Ya'ni birinchi qadam sovuq auditoriyani iliqqa o'tkazish uchun nima qilish kerak? Profilni professional qadoqlash kerak. Ya'ni bu nima degani? O'sha sotuv voronkasi idealni o'zini yo'li bo'ylab zo'r ishlashi uchun ham birinchi o'rinda profilni professional qadoqlab qo'yish kerak. Ya'ni bu nima degani desangiz, mana qarang. Mana profilim bitta ko'ring, mana rasmim qo'yilgan, yuzim ko'ringan, nima ish qilishim yozilgan, Farruh Saliyev masalan shaxsiy brend bo'yicha mutaxassis deb yozilgan, nima ish qilishim yozilgan, nomerlarim yozilgan, aktuallikda masalan har bitta anaqalarim yozilgan. Hamma o'zim haqimdagi ma'lumot, ya'ni kirgan odam 5 sekund, 10 sekund ichida meni nima ish qilishimni to'liq tushunib, ko'rib oladi. Ya'ni bu degani meni profilim professional upakovka qilib qadoqlab qo'yilgan degani. Lekin meni profil masalan umuman qadoqlanmagan, kimligi noma'lum, bitta ismi bor, Otabek, lekin yuzi yo'q, nima ish qilishi noma'lum, necha yosh bu, hech narsa yo'qdir. Men bunga obuna bo'lmayman. Lekin mana bunaqa holatda bo'lsa, obuna bo'lish ehtimoli oshadi. Shuning uchun birinchi qadam profilni professional qadoqlab qo'ying. Xo'sh, profilni professional qadoqlash uchun nima qilish kerak? O'zingiz rasmingizni qo'ying, iloji boricha shu yelkadan yuqori yuzingiz ko'ringan rasm bo'lsin. Masalan, mana xuddi mana shu manikiga o'xshatib ham o'zingizga yozib qo'ysangiz bo'ldi. Masalan, mana Farruh Saliyev, shaxsiy brend, masalan, Palonchiyev, palonchi, sotuvchi, Palonchiyev, palonchi, elektrik,
palonchi usta masalanda endi. Uni pastiga bio qismiga masalan men yozganman, tadbirkor va mutaxassislarga shaxsiy brendlarni qilishga yordam beraman. Siz yozishingiz mumkin masalan 10 yildan beri elektriklik bilan shug'ullanaman yoki 5 yildan beri sotuv sohasida ishlayman, hokazo. Uni pastiga o'zingiz nomeringizni qo'ying. Uni ham pastda mana shunaqa dumaloqchalar bor. Bunga ham siz o'sha hayotingizda davomiy ravishda ko'p takrorlanadigan qanaqadir voqealarni yig'ib qo'yadigan bo'lsangiz ham, qanaqadir yangi obunachi kirib kelganda mana shunaqa hammasini ko'rib chiqadigan bo'lish kerak. Ya'ni mana shu profilingiz upakovkasi bu sizni sotish kerak. Iloji boricha shu begona insonga ko'rgan paytda tezda 2-3 minut ichida siz haqingizda ma'lumotlarni olib, sizga obuna qilishga majburlash kerak. O'shaning uchun ham bor o'z haqingizdagi qiziqarli va muhim ma'lumotlarni qo'yib qo'ying. Xo'p, mana shu aktualnilarning pastida mana 3 ta postim zakripit qilingan. Bu nimaga qilingan? Sovuq avtorak o'zimni sotishim uchun. Ya'ni bu yerda bir xillarga o'xshab turib qanaqadir eng yuqori prosmotr bo'lgan videolaringiz emasda, bu yerga siz o'z haqingizdagi zo'r ma'lumot beradigan, sizni kuchli tomoningizni ko'rsatadigan narsalarni zakripit qilib qo'ying. Masalan, men o'zim nimalarni zakripit qilganman, shu hayotimdagi muhim voqealarni yig'ib turib, mana shuni zakripit qilganman masalan. Keyin 250 kishilik katta seminar o'tganimni rasmlarni qo'yib qo'yganman mana. Najot ta'lim akademiyasiga borib dars o'tganimni qo'yganman. Ya'ni kirgan odam, ha, demak bu dars o'tar ekan, ha, bu seminar o'tgan ekan, ha, demak bu mana shunaqa muvaffaqiyatli inson ekan deb ma'lumotlar olib, menga obuna bo'lish uchun mana shunaqa upakovka qilib qo'yganman. Xo'p, endi keyingi juda ham qiziqarli mavzu bu infopointlar nima va qanaqa qilinadi. Infopoint aslida nimaligini tushuntirishimdan oldin keling sizga bitta misol ko'rsatay. Masalan, qarang, deylik mana ikkita profil turibdi. Siz oldingizdan chiqib qoldi-da. Agar men sizdan qaysi biriga obuna bo'lardingiz deb so'rasam, siz katta ehtimol mana profilimga obuna bo'lishingiz mumkin, chunki mana profilimda mana o'zim haqimdagi barcha ma'lumotlar, yutuqlarim masalan, ya'ni mana natijalarim ko'rsatilganda. Ya'ni infopoint bu shunaqangi narsaki, potensial mijozli e'tirozlarni yopadigan, unda qiziqish uyg'otadigan, sotuvini tezlashtiradigan voqealar. Masalan, qarang mana. Deylik siz mana shaxsiy brend bo'yicha qanaqadir xizmat yoki shaxsiy brend bo'yicha kurs sotmoqchisiz. Mana profilimni ko'rganingizda masalan mana 250 kishiga katta seminar o'tyapman. Deylik Najot ta'lim akademiyasida ko'p o'quvchilarga dars o'tyapman. Qanaqadir shu sayohatlar qilganman masalan yoki qanaqadir shu soham bo'yicha deylik yutuqlarga erishganman. Televideniyaga chiqqan bo'lishim va hokazo. Mana shu yutuqlarimni ko'rganingizdan keyin siz miyingizda sirasi o'ylaysizki, demak bu odam yutuqlarga erishgan ekan, ishonchli inson ekan, kuchli mutaxassis ekan deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Ya'ni sizni miyingizda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan e'tirozlarni mana shu narsalarni ko'rganingizdan keyin birdan yopildi. Ha, bu ishonchli, ha bu mutaxassis, ha bu kuchli ekan, ha bu zo'r mutaxassis ekan degan javob sizda paydo bo'ldi. Ya'ni mana shu narsalarni ko'rganingizdan keyin o'shaning uchun ham imkon boricha blogingizda ya'ni mana shu infopointlarni ko'paytirish kerak. Ya'ni infopoint bu odamlarda qiziqish uyg'otadigan, potensial mijoz e'tirozlarni yo'qotadigan, ishonch oshiradigan voqealar. Xo'p, eng zo'r infopointlar nimalar bilan? Televideniyada chiqqan bo'lishingiz, kitob yozgan bo'lishingiz, mashhur insonlar bilan networking qilishingiz, mashhur podkastlarda chiqqan bo'lishingiz, gazeta jurnallarda chiqqan bo'lishingiz, hokazo. Mana shunaqa narsalar infopoint, ya'ni mana shunaqa narsa siz ham qilsangiz, sohangizdan qat'iy nazar, qanaqa sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar, mana shunaqa infopointlar qiladigan bo'lsangiz, ya'ni hayotingizda shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, potensial mijozlaringizni ishonchi juda ham oshadi. Ularning sizga nisbatan ishonchsizligi ancha yo'qolib, ishonch oshadi va sizdan sotib olishi ham tezlashadi. O'shaning uchun ham blogingizni tez rivojlantirish uchun ham hayotingizda shunaqa zo'r infopointlarni ko'paytirishingiz kerak, ya'ni harakat qilib. Agar sizda infopoint bo'lmasa, nima qilish kerak? Bitta yo'li shu, harakat qilish kerak, ko'proq yaratish kerak. Hozir endi siz bilan maqsadli obunachi yig'ishni top 3 ta yo'lini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi yo'li bu Reels orqali obunachi yig'ish. O'zi aslida Reels orqali bizga nimalar kerak, o'sha narsani biz bilib olishimiz kerak. Ya'ni Reelsdan sizga ikkitagina narsa zarur. Boshqa narsani o'ylamang. Mana masalan men Reels qotganimda ikkita narsani o'ylayman. Birinchisi, nima qilsam mana shu Reelsim yuqori zo'r prosmotr bo'ladi. Nima qilsam menga mana shu Reels orqali zo'r obunachi kiradi. Ya'ni ikkita narsa bo'ldi. Boshqasi kerak emas. Nima qilsam zo'r prosmotr bo'ladi, nima qilsam zo'r obunachi menga obuna bo'ladi. Xo'p, endi Reelslarni sal chuqurroq o'rganadigan bo'lsak, bitta narsani bilib olish kerak, ya'ni Reelsdagi konversiya. Odatda rekomendatsiyaga chiqqan Reelslardan sizga 1% gacha obuna keladi. Masalan, deylik siz bugun bitta video qo'yib yubordingiz va 100 ming prosmotr bo'ldi, rekomendatsiyaga chiqib ketib qoldi. Bu degani sizga 1000 tagacha obunachi kelishi mumkin. Ya'ni siz taxminan hisob-kitob qilsangiz bo'ladi. Masalan, sizga 100 ming obunachi kerak bo'ladigan bo'lsa, 0 profil bo'ladigan bo'lsa, siz har kuni agar 100 ming prosmotrli video qiladigan bo'lsangiz, har kuni va sizga har kuni taxminan 1000 tagacha obunachi keladigan bo'lsa, sizga 100 ming obunachiga 100 kun kerak bo'ladi. Ya'ni taxminan shunaqa hisob-kitob qilishingiz mumkin. Lekin har doim ham sizga 1% gacha bo'lmaydi. Masalan, ba'zida 0.5% bo'ladi, ba'zida 0.3% bo'ladi, ba'zida 0.9% bo'lishi ham mumkin.
Lekin mana shu 1% ni konversiyasini oshirish mumkin. Buni ham o'zining yo'llari bor. Buni siz bilan keyinroq gaplashamiz. Masalan, mana ko'rishingiz mumkin, mana 5 millionlik, 1,5 millionlik, 3,5 millionlik videolarimda mana 50 minggacha, 15 minggacha va 35 minggacha shu atrofda obunachilar menga obuna bo'lishgan. Demak, biz bilishimiz kerak, ko'proq yangi auditoriya olib kirish uchun katta prosmotrli videolar qilish kerak ekan. Xo'p, o'zi shunaqa katta prosmotrli, ya'ni million prosmotrli videolarni qanaqa qilamiz degan savol tug'iladi. To'g'risi, men million prosmotrli video qanaqa qilinishini bilmayman. Aniq men sizga kafolat bera olmayman, lekin mana shunaqa hozirgacha 100lab, 200lab masalan mijozlarimda o'zimda million prosmotrli videolar qilgan inson sifatida aytamanki, buni sabablari bor. Ya'ni buni 3 ta qoidasi bor. Mana shu 3 ta qoidaga amal qilsangiz, sizda ham katta ehtimol million prosmotrli kontent bo'lishi mumkin. Xo'p, bu qanaqa qoidalar desangiz, eng muhim 3 qoida. Birinchisi, ulashishlar soni. Ya'ni siz qilayotgan videongiz imkon qadar ko'pchilik odamga ulashilsa, ya'ni videongizni ko'rgandan keyin odam boshqa birovlarga videoni ulashsa, katta ehtimol million prosmotr bo'lishi mumkin. Xo'p, endi ikkinchi qoidasi, imkon boricha muhokamali bo'lish. Ya'ni sizni videongizni mana ko'rgan odam videongizni ko'rgandan keyin boshqa birovga ulashib va yana o'zining fikrini bildirib ketsa, masalan, yo'q unaqa emas, to'g'ri aytdingiz, mana shunaqa deb o'zining fikrini bildirib ketsa va kuchli sujet bo'lsa, ya'ni videongizni boshidan oxirigacha ko'rsa, mana shu 3 ta narsa agar sizda ptichka bo'lsa, videongiz katta ehtimol zo'r prosmotr bo'lishi mumkin. Ya'ni sizga sodda qilib tushuntiraman. Masalan, qarang, mana video qo'ydingiz, videongiz masalan menga chiqdi. Men videongizni ya'ni kuchli sujet bo'lishi kerakki, oxirigacha ko'rishim kerak. Ketdi, oxirigacha ko'rdim. Bu ptichka bo'ldi. Keyingisi, videongizni ko'rgandan keyin men kimdir esimga tushishi kerak edi. O'sha videongizni kimdirga men yuborishim kerak va videongizni kommentariyasiga kirib o'zimning fikrimni bildirib ketishim kerak. Yo'q, unaqa emas yoki ha shunaqa to'g'ri deb o'zimning fikrimni bildirib ketsam, uchalasi ham agar ptichka bo'lsa, mana shu videongiz katta ehtimol zo'r prosmotr bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ham siz video qilayotgandan shu 3 ta narsani o'ylang. Mana videoyim hozir ko'rgan odam kimga yuboradi? Do'stigami, ammasigami, tog'asigami, hamkasbigami, ustozigami? Kimga yuborishi mumkin? Demak, mana shu videoni hozir ko'rgandan keyin do'sti esiga tushadi, do'stiga yuboradi. Ketib ptichka. Xo'p, muhokamali bo'lish, qanaqadir bir kuchli bir qanaqadir ma'no bo'lsinki, videongizni ko'rgandan keyin fikrini bildirsin. Va uchinchisi, videongizni oxirigacha imkon boricha ko'rsin. O'shanda videongiz zo'r prosmotr bo'lishi mumkin. Endi navbatdagi qiziqarli mavzu kontent uchun g'oyalarni olishi top 5 ta eng zo'r yo'li va men o'zim foydalanadigan yo'llar. Xo'p, nimalar qilish kerak? Birinchisi, o'zingiz qilasiz. Original kontent bu eng zo'r yo'li. Men har doim mana shu yo'lni birinchiga qo'yaman, ya'ni original kontent. Hech kimdan ko'chirilmagan, faqatgina sizning hayotingizdan olingan, sizga bog'liq, bitta siz qila oladigan original kontentlar. Bu eng zo'r kontentlar. Ya'ni bular nima? Sizning o'zingiz xatolaringiz, o'zingizni mijozlar bilan ishlagandagi кейslaringiz, sizning o'tmishingizdagi voqealar, ishingiz bilan bog'liq voqealar, oilangiz bilan bog'liq voqealar. Masalan, sizga bog'liq narsalar, ya'ni original kontent, faqatgina siz qila oladigan kontentlar. Sizda savol paydo bo'lishi mumkin, men o'zim ideya qila olmayapman, qanaqa qilib original kontent qilaman desangiz, buni zo'r bitta oson yo'li bor. Bu nima desangiz, mana original kontent qilish eng oson yo'llardan bittasi bu kazdev qilish. Bu nima? O'zi kazdev degan narsa bor. Buni hozir sizga chuqur o'rgatishim shart emas. Ya'ni sodda qilib aytganda bu so'rovnoma o'tkazish. Ya'ni nima qilasiz? O'zingizni auditoriyangiz bilan yoki mana o'zingizda qanaqadir 100 tami, 200 tami, 50 tami farqi yo'q. Agar auditoriyangiz bo'lmaydigan bo'lsa ham, o'zingizni shu tanishlaringiz orasida so'rovnoma o'tkazsangiz bo'ladi. Masalan, mana qarang. Mana shu 2 oy oldin so'rovnoma o'tkazgandim, aynan shu kontentlar masalasida. Ya'ni mana siz ulardan so'raysiz. Mana masalan, Instagramda sizga qanaqa kontentlar ko'proq yoqadi? Qanaqa kontentlarni oxirigacha ko'rasiz? Masalan, YouTube'da siz ko'p kuzatadigan 3 ta blogeringiz. Siz meni qancha vaqtdan beri ko'rib kelasiz? Mana qaysi jihatim sizga yoqadi? Mendan siz qanaqa mavzularda kontentlar ko'rish xohlaysiz? Mendan nima savollarga javob olish xohlaysiz? Hokazo. Xullas, mana shunaqa savollarni yig'ib turib so'rovnoma o'tkazsangiz, ular sizdan original kontentga ideyalar berishadi. Masalan, sizdan olmoqchi bo'lgan savollarni yozishadi, hokazo. Ya'ni mana shunaqa kazdev qilsangiz ham, mana shunaqa so'rovnoma qilsangiz ham original kontentga zo'r g'oyalar chiqadi. Chunki bular faqatgina sizga bog'liq kontentlar. Uni men qila olmayman, boshqa qila olmayman, faqatgina siz qila olasiz. Xo'sh, undan keyingi navbatdagi yo'l bu raqobatchilarni tahlil qilish va ilhom olish. Masalan, sizda hech qanaqa g'oya kelmayapti, to'g'rimi? Nima qilasiz? Xuddi mana shunaqa sizni yo'nalishingizdagi, sizni sohangizdagi boshqa raqobatchilar bo'lishi mumkin. Masalan, O'zbekistonda, Yevropada, globalda bo'lishi mumkin. Shularning bloglarini ko'rasiz. Eng zo'r kontentlar, eng zo'r million prosmotr bo'lgan videolarni yig'ib chiqasiz. O'shalarga o'xshatib sal o'zgartirib videolar qilasiz. Endi masalan, to'g'ri bu qanaqadir ma'noda o'g'irlashga o'xshaydi, lekin bu o'g'irlash emas. Ya'ni bir gavur o'g'irlamang-deb videoni olib, biroz mazmunni o'zgartiring. Qanaqadir narsa qo'shib video qiling. Deylik, masalan, siz stomatologsizsiz. Masalan, boshqa bitta stomatologning bitta videosi million prosmotr bo'lgan ekan. Masalan,
tishlarni 2 mahal yuvish sog'liqqa foydali degan videosi million prosentr bo'lgan ekan. Siz mana shu videoni olasizda, kechki payt tishlarni yuvish sog'liqqa 2 barobar foydali deb bitta video qilsangiz, bu ham mana shu mazmunda, masalan, sizda ham zo'r ko'rilishi mumkin. Ya'ni raqobatchilaringizni olib, ilhomlanib, o'g'irlamasdan sal o'zgartirib videolar qiling, sizda ham zo'r o'xshaydi. Bu ham ishlaydigan yo'l, ya'ni boshqa million prosmetrlarni yig'asizda, zo'r prosmetr videolarni yig'asizda, sal o'zgartirib videolar qilasiz, sizda ham zo'r o'xshaydi. Va navbatdagi yo'l bu sun'iy intellektdan ham foydalanish. Men hozirgacha masalan sun'iy intellektdan zo'r foydalanaman. Faqat buni foydalanishni ham bilish kerak. Masalan, shunchaki menga qanaqadir mavzuda 30 ta g'oya yozib ber deb emasda, chuqurroq ma'lumotlar berish kerak. Chuqurroq ma'lumotlar. Masalan, oddiy misol, mana shu eng zo'r natija bo'lgan videolaringizni, g'oyalarni yig'ingda, bunga bering. Mana shu videolarni qilganimda zo'r prosmetr bo'ldi, masalan, menga ham endi mana shunga o'xshash menga g'oyalar qilib bersangiz, mana shunga o'xshash muhokamali, qiziq, viral bo'ladigan videolarga g'oya berish mumkin. Yana bitta zo'r yo'li bu shu kommentlardan, SMSdan g'oyalar olish. Masalan, sizni boshqa bir raqobatchilaringizni kommentlarini bir ko'rib chiqing. Ko'pchilik masalan o'zini qiynagan savollarni berishi mumkin. YouTube'dagi videolarni ko'ring-da, masalan, YouTube'da qanaqadir mana doktor bo'lsangiz, YouTube'dagi doktorlikka oid qanaqadir tibbiyotga oid videolarni ko'ring-da, kommentda odamlar ko'p savollarni yo'llagan bo'ladi. Mana shularga javob bersangiz ham sizda ham zo'r prosmetrlar bo'lishi mumkin. Yoki masalan kimdirlar sizni o'zingizni lichkangizga savollar so'rab yozishi mumkin. Shularga ham javob bersangiz bo'ladi. Va yana sizda boshqa yo'llar ham bor. Masalan, deylik, kitob o'qiyotganingizda yoki qanaqadir podkastlar, videolar, kinolar ko'rayotganingizda qanaqadir insight kelib qolsa, shularga ham videolar qilishingiz mumkin yoki mijozlaringiz sizga har doim beradigan savollarni yig'ib ham videolar qilishingiz mumkin. Hokazo, xullas, mana shunaqa mazmunda videolar qilishingiz mumkin. Xo'sh, mana siz bilan kontentlar uchun g'oyalarni qayerdan olishni ko'rdik, lekin endi Reels uchun, mana kontent uchun ssenariyni qanaqa yozamiz? Keling shu bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, o'zi Instagramdagi Reelslarning hammasini strukturasi bir xil. Bitta shablonga tushadi. Hammasi mana shu shablonga o'tib ketadi. Ya'ni qanaqa? Mana siz ko'rishingiz mumkin, mana ssenariy strukturasi boshida 2-3 sekundiga hook, undan keyin tanishtiruv, undan keyin asosiy qismi va undan keyin oxirida call to action. Ya'ni xuddi mana shu struktura bo'yicha hamma Reels mos tushadi, faqatgina ba'zi qismi bo'lmasligi mumkin, ixtiyoriy, ba'zi qismi bo'ladi. Masalan, mana yuqoridagi birinchi videoyimda hook nima bo'lgan? Instagramga qaysi vaqtda Reels qo'ysa uchadi deganman. Undan keyin tanishtiruv qismi yo'q, chunki bunga shart emas u. Undan keyin mana asosiy qismi ma'lumotlar berganman va oxirida call to actionni menga obuna bo'ling deganman. Ya'ni call to action bu nima? Qanaqadir oxirida nimadirga buyruq berish. Undan keyingi videoda masalan mana boshida hook qanaqa qo'ygan, Instagram orqali pul topish imkonsiz deb o'ylaysizmi deganman. Va undan keyin tanishtiruv bo'lgan. Men Farruh Saliyev, mana deylik, digital marketingda mana shuncha yildan beri ishlab kelaman degan ma'noda o'zimni qisqacha tanishtirganman va undan keyin asosiy qismda ma'lumotlar berganman va oxirida agar siz ham mana shu bo'yicha darslarimni olmoqchi bo'lsangiz, izohga dars deb yozib qoldiring deb call to action etganman. Ya'ni xullas hamma videolar mana shu struktura bo'yicha ketadi. Faqat ba'zilari bo'lmasligi mumkin, ba'zilari bo'lishi mumkin. Xo'p, mana siz kontentlarga g'oya olish o'rgandingiz, qanaqa strukturada yozish mumkinligini ham o'rgandingiz. Endi sizda savol paydo bo'lishi mumkin, qanaqa kontentlar qo'yishim kerak o'zi deb. Mana qarang, blogingizdagi kontentlarni 3 ga ajrating. Birinchi qismi ishonch uyg'otuvchi kontentlar bo'lsin. Masalan, bunaqa kontentlar sizni hamma kontentlaringizni bir 40% tashkil qilsa yetadi. Ikkinchisi bu ekspertning kontenti, ya'ni o'zingiz sohangizga doir. Masalan, siz sotuvchi bo'lishingiz mumkin yoki marketolog bo'lishingiz mumkin yoki bilmadim, qanaqadir mebelchi bo'lishingiz mumkin. Hokazo o'zingizni sohangizga doir bo'lgan videolar 40% va oxirida 20% shu sotuvga olib boradigan videolar bo'lsa ideal bo'ladi. Ya'ni ishonch oshiradigan videolar 40%, ekspertning videolar 40% va 20% o'sha sotuv oshiradigan videolar bo'lsin. Hozir men sizga mana shu content plan aylanasini tushuntiraman. Ya'ni bu meni o'zimning shaxsiy metodikam. Ya'ni bu qanaqa qarang. Masalan, men blogim orqali pul topaman, to'g'rimi? Men pulni nimadan topaman? Pulni men shaxsiy brend bo'yicha xizmatimdan, shaxsiy brend bo'yicha produktlarimdan topaman, to'g'rimi? Endi men faqatgina shaxsiy brend bo'yicha videolar qiladigan bo'lsam, hech kim meni ko'rmaydi. Masalan, faqatgina shaxsiy brendga oid videolar qilsam, hech kim meni ko'rmaydi. Shuning uchun nima qilaman? Shaxsiy brendni atrofidagi mavzularda videolar qilaman. Masalan, shaxsiy brend atrofida nima mavzular bor? Masalan, bo'lishi mumkin, muvaffaqiyatga erishish bo'lishi mumkin, hayotiy voqealar bo'lishi mumkin, shaxsiy fikrlar, ota-onani qadrlash, pul, motivatsiya, yutuqlar, sayohatlar, maqsadlar, bilim olish. Mana shular ham shaxsiy brendni atrofidagi mavzular bo'lsa, mana shu mavzularda men shaxsiy brendga bog'lab videolar qilsam, menda g'oyalar juda ham cheksiz bo'ladi, juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, deylik, oddiy misol qarang. Men aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, Instagramga iloji boricha yengil formatda kontent qilishingiz kerak. Ya'ni Instagramga siz qo'yayotgan video iloji boricha tomoshabinning miyasini og'ritish kerak emas, yengil formatda bo'lishi kerak. Hazm qilish oson bo'lishi kerak. Masalan, siz agar chiqib olib turib, qanaqadir miyani ishlatadigan qiyinroq formatdagi kontent qo'ysangiz, odamlar ko'rmay o'tkazib yuboradi.
Odam Instagramni qachon ko'radi o'zi? Zerikib turganda, qanaqadir shoshib turgan paytda, qanaqadir joyda navbatda turgan paytda bo'lishi mumkin. Ya'ni imkon boricha qanaqadir dam olish maqsadida Instagramga kiradi va o'sha paytda siz yengil, hazm bo'lish oson videolar qo'yishingiz kerak. Ya'ni siz istalgan bitta xabarni yengilroq ko'rinishga o'tkazsangiz bo'ladi. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Masalan, bitta xabarni ikki xil ko'rinishda yetkazish mumkin. Masalan, siz boy odamsiz-da va boyligingizni masalan bildirmoqchisiz-da. Nima qilishingiz mumkin? Birinchi yo'li shunchaki, do'stlar, men boyman, meni pulim ko'p deyishingiz ham mumkin. Lekin ikkinchi usulda indamasdan turib, shunchaki cho'ntagingizdan qimmat mashinani kalitini olib turib, bunda stol ustiga qo'ysangiz, bu yerda ko'rayotgan odam, demak bu odam boy ekan rostdan ham. Normalniy mashina haydar ekan, boy ekan, puli ko'p ekan deb o'zi o'ylaydi. Ya'ni siz bitta xabarni ikki xil ko'rinishda yetkazasiz. Ya'ni birinchisida o'zingiz gapirib chiqdingiz, ikkinchisida yengil formatda hazm qilish oson qilib yetkazasiz. Va Instagramga ham aynan mana shunaqa ikkinchi usulda xabarlar berish kerak. Ya'ni iloji boricha tomoshabin o'zi his qilish kerak, o'zi tushunib yetish kerak. Siz yana bitta narsani tushunib oling. Instagram aslida sizga yordam beradi. Masalan, siz men bloger to'g'riman, mana blogim ko'tarilmayapti deyishingiz mumkin. Aslida Instagram sizga yordam beradi. Agar siz zo'r kontentlar qilsangiz, aksincha platformani o'zi sizni ushlab qolishga harakat qiladi, videolaringizni imkon boricha ko'pchilikka ko'rsatishga harakat qiladi. O'shaning uchun ham Instagramga siz mos kontentlar qiling. Instagram auditoriyasiga mos kontentlar qiling. O'shandagina sizni blogingizni Instagram o'zi ko'tarib yordam beradi. Xo'p, mana hozirgacha siz bilan Reels orqali obunachi yig'ishi, Reelsga g'oya topishi, Reels strukturasini yozishi, hokazolarni ko'rib chiqdik. Endi obunachi yig'ishi navbatdagi yo'li, ya'ni lead magnet orqali obunachi yig'ishi ko'rib chiqamiz. Bu eng men o'zim yaxshi ko'radigan narsa, eng ko'p men o'zim foydalanadigan narsa va eng hammaga tavsiya qiladigan narsam. Bu juda ham zo'r narsa. Hozir men sizga nimaligini o'rgataman. Qarang. Deylik, mana tasavvur qiling, siz ko'chada ketyapsiz, oldingizda ikkita novvoy turibdi, ikki tomonda. Birinchi novvoy aytayotdiki, kelib qolinglar, mana 10 ming so'mdan non olib ketinglar deyapti va ikkinchi novvoy aytayotdiki, kelinglar, menda bulchkalar bugun tekin, bulchka yeb ketinglar bepulga deyapti-da. Va siz bunda o'ylaysizda, tekin bulchka bo'lganda qani mali yeb ko'rish deysizda, borasiz ikkinchi novvoy oldiga va bulchkasini yedingiz, qarasiz juda ham shirin ekan. Yevoz qarsillagan issiqning ichida sirlari bor, juda ham shirin bulchka ekanda, yedingiz, maza qildingiz. Keyin u aytadi, aka sizga yoqdimi? Yoqdi menga. Agar sizga yoqqan bo'lsa, aka mana bu uydagilar ham olib keting, mana shuni mana non shakldagisi olib keting, uydagilar aytsa, siz yo'q deyolmaysiz. Chunki siz buni o'zini bepul mahsulotini yedingiz, o'zingizni qarzdor his qilasiz va ko'rdingizki, sifati ham zo'r ekan. Ya'ni sifati ham zo'r ekan, sizga yoqdi bu. Wow, deysiz, rostdan ham zo'r ekan, men uydagilar olib ketay deb bundan sotib olasiz. Necha pul deysiz? 10 ming deydi, olib ketasiz. Ya'ni bu odam hozir mana shu sizga bergan bepul bulchkasi bu lead magnet. Ya'ni lead magnetning vazifasi potensial mijozni kontaktiga ega bo'lish. Ya'ni buni maqsad nima edi? Meni rastagacha olib borish edi. Rastagacha meni olib keldi, men yedim. Mana buni maqsadi shu edi. Ketayotgan odamni rastagacha olib kelib olish edi. Bo'ldi. Endi u yoqda sifatliligi uchun men uni yedim, menga yoqdi va uni keyingi mahsulotdan sotib oldim. Ya'ni lead magnet bu nima? Bepul narsa berish evaziga potensial mijozni kontaktiga ega bo'lish. Bu juda ham zo'r instrument lead magnetlar. Men bu narsani juda ham ko'p qo'llaganman. Hamma sohada qo'llasa bo'ladi. Aynan mana shu o'zi lead magnet bo'yicha ham kitoblar ham bor hattoki. Juda ham zo'r narsa bu. Ya'ni siz istalgan sohada qanaqadir bepul narsa berish evaziga potensial mijozingizni kontaktiga ega bo'lsangiz bo'ladi. Masalan, oddiy misol, siz bepul konsultatsiyalar, masalan, bepul qanaqadir qo'llanmalar, bepul video darslar, hokazo. Xullas, lead magnet qilib ishlatish mumkin bo'lgan narsalar juda ham ko'p va buni istalgan sohada qo'llasa bo'ladi. Endi bizda masalan lead magnetdan obunachi yig'ishda ham juda ham ko'p foydalanganmiz. Masalan, mana ko'rishingiz mumkin, men bu birinchi videoyim bor, mana 1.600.000 ko'rilgan. Mana shu videoyimning o'zidan 40 mingdan oshiq obunachi kelgan menga. Bitta mana shu videodan 40 mingdan oshiq obunachi. Masalan, ikkinchi video mana 1.200.000 bo'lgan. Bundan ham 30 mingdan oshiq obunachi kelgan. Ya'ni bular lead magnet bo'lgan. Qanaqa lead magnet bo'lgan desangiz, mana birinchi videoda men nima deganman? Instagram orqali pul topish imkonsiz deb o'ylaysizmi? Xohlasangiz menda mana shu bo'yicha o'zimni darslarim bor. Mana shu darslarimni sizga bepulga beraman. Hozir olasizda, hozir o'zida ko'rishni boshlaysiz. Buning uchun nima qilasiz? Menga obuna bo'ling-da. Izohlar yozib qo'ying. Men sizga hoziroq darsim uchun link yuboraman deganman. Ikkinchi videoda ham masalan, fast food restoran ochish bo'yicha biznes rejani olish uchun bizga obuna bo'lib, izohlarda fast food deb yozib qoldirsangiz, sizga hoziroq biznes rejani yuboramiz deganmiz va mashina o'zidan mana 40 mingta, 30 mingta obunachi kelgan. Bittagina Reels'ni o'zidan. Ko'ryapsizmi?
lead magnetdan foydalansangiz sizga obunachi olib kelishda juda ham zo'r yordam beradi. Xo'p, endi shu maqsadli obunachi yig'ishni navbatdagi yo'li bu kollaboratsiyalar orqali. Ya'ni masalan siz o'zingizni boshqa shu sohadoshlaringiz bilan networking qilasiz, ular bilan birgalikda reelslar, storieslar olib, davomiy ravishda olib yurasiz, ularning auditoriyasi sizga o'tadi, sizniki ularga o'tadi va auditoriyangiz xullas sekin-sekin kengayishi mumkin. Xo'p, endi navbatdagi eng qiziq mavzulardan bittasi bu stories orqali obunachilarni sodiq muxlisga aylantirish yo'llari. Shaxsan men o'zim stories yuritishni juda ham yaxshi ko'raman. Bu o'zi Instagramdagi eng muvaffaqiyatli o'sha funksiyalardan bittasi bu stories bo'ladi. Juda ham zo'r narsa. Aynan katta sotuvlarni ham, aynan zo'r sotuvlarni ham stories orqali qilib kelganman o'zim. Masalan, sizga aytishim mumkin, men bir kunning o'zida stories orqali 15 milliondan oshib pul ishlaganman masalan. Buna holatda juda ham ko'p bo'lganmanda. Ya'ni storiesning o'zidan ham zo'r pul ishlasa bo'ladi. Nima qilish kerak? Bu esingizda bo'lsa, reelsning maqsadi nima edi? Imkon boricha obunachi yig'ish, ya'ni sovuq auditoriya yig'ish, to'g'rimi? Endi mana shu sovuq auditoriyani iliqqa, issiqqa o'tkazishda bizga yordam beradi storieslar. Ya'ni storiesning maqsadi oddiy obunachilarni muxlis darajasiga o'tkazish. Buning uchun nima qilish kerak desangiz, buning uchun storiesda har doim mana shu 3 ta narsani yoritib borish kerak. Bular nimalar? Birinchisi o'zingizning shaxsiyatingiz, ya'ni siz inson sifatida qanaqa insonsiz? Sizning qadriyatlaringiz, nimalarni yaxshi ko'rasiz, nimalarni yaxshi ko'rmaysiz, nimalarni hurmat qilasiz, hokazo. Sizning butun boshli shaxsiyatingiz, qanaqa insonligingiz, o'zingizning shu qadriyatlaringiz. Mana shu narsani o'zingizning qanaqa insonligingizni bildirib borishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, nima ish qilishingiz? Mana o'zi nima ish bilan shug'ullanasiz? Qanaqa kasbingiz bor? Qanaqa hunaringiz bor? Qo'lingizdan nima keladi? O'shani ham yoritib borishingiz kerak. Uchinchisi, nima sotishingiz? Sizda sotiladigan nima narsa bor? Nima produktingiz bor? Nima xizmatingiz bor? Nima narsa bor sotiladigan? Mana shu 3 ta narsani yoritib, sizda stories orqali zo'r progress qilayotgan bo'lasiz. Ya'ni siz obunachilarni zo'r qilib muxlis qilayotgan bo'lasiz. Deylik, siz mana tasavvur qiling-da, masalan, siz o'qituvchisizda, masalan, siz blogingizda nima ish qilishingizni ko'rsatyapsiz, mana ustozingizni ko'rsatyapsiz. Kursingiz borligini ham ko'rsatyapsiz. Lekin siz o'zingizning qadriyatlaringizni va shaxsiyatingizni ko'rsatmasangiz, men masalan ikkilanishim mumkin. Qani, o'zi bu insonni xarakteri qanaqa ekan, menga to'g'ri kelarmikan deb men ikkilanishim mumkin. Sizga siz oldingizga bormasligim mumkin. Lekin agar siz o'zingizning shaxsiyatingizni, o'zingizning xarakteringizni ko'proq ko'rsatsangiz, nima ish qilishingizni ham ko'rsatsangiz va nima sotishingizni ham ko'rsatsangiz, menga hammasi ma'qul bo'lsa, men siz oldingizga tezroq borishim mumkin. Yoki mana aksincha, mana deylik, siz o'zingizning shaxsiyatingizni ko'rsatyapsiz. Nima ish qilishingizni ham ko'rsatyapsiz, lekin kurs o'tishingizni ko'rsatmayapsiz. Ya'ni ingliz tilidan kurs o'tishingizni ko'rsatmayapsiz. Ya'ni bu holatda men ham ikkilanishim mumkin. O'zi bu insonning kurslari bormikan, kurs o'tarmikan deb ikkilanishim mumkin-da, bormasligim mumkin. Xullas, mana shu 3 ta narsani davomiy yoritib boring. Masalan, bo'lishi mumkin bu bir kun masalan shaxsiyatingiz haqida storieslar qo'ying, ikkinchi kun mana nima ish qilishingizni, uchinchi kun nima sotishingiz, hokazo. Ya'ni har xil. Hattoki bir haftalab shaxsiyatingizni ochishingiz mumkin, bir haftalab nima ish qilishingiz farqi yo'q. Xullas, mana shu 3 ta savolga tez-tez, muntazam almashtirib savollarga javoblar berib turing. Xo'p, mana siz storiesda nimalarni yoritish kerakligini bildingiz, lekin xo'p, mana stories yuritayotganda qanaqa yuritish kerak, qanaqa boshlash kerak degan savol paydo bo'lishi mumkin. Hozir men sizga oltin qoidani o'rgataman. Xo'p, qarang. Mana telefonni oldingizda, hozir stories qo'ymoqchisiz. Imkon boricha birinchi stories tanlaysiz. Mana birinchi, ikkinchi, uchinchi hokazo farqi yo'q. Bitta bo'lishi ham mumkin, ikkita bo'lishi ham mumkin. Shu birinchi storieslaringiz trigger bo'lsin, ya'ni iloji boricha odamni e'tiborini ushlab qolish uchun stories qiling. Imkon boricha diqqat ushlab oling. Chunki sizning birinchi stories eng muhimi. Mana shu birinchi stories zo'r bo'lsa, Instagram sizni storiesni boshqalarga ham ko'rsatishni boshlaydi. Agar masalan siz agar stories unaqa zerikali bo'lsa, oxirida chiqib qoladi. Masalan, hech e'tibor berganmiz, mana Instagramga kirishingiz bilan birinchida chiqadi. Nimaga? U qiziqarli story qo'ygandan keyin boshqalarga ham u birinchida ko'rsatadi. Agar siz mana zerikali stories qo'ysangiz, sizning storyingizni hammada siz obunachilaringizni oxirida ko'rsatadi. Va bu degani ko'p obunachilaringiz yetib ham bormasligi mumkin. Shuning uchun ham imkon boricha boshidagi storieslaringiz qiziqarli bo'lsin, odamni diqqatini ushlab qoladigan bo'lsin. Xullas, mana boshidagi bitta-ikkita storieslaringizni diqqat ushlab qoladigan storieslar qildingiz. Undan keyin nima qilishingiz kerak? Undan keyingi taktika juda ham oddiy. Muloqot qilasiz. Qanaqadir savol berasiz. Savol-javob. Undan keyin o'zingizni xabaringiz. Deylik, mana bugun qanaqadir, mana deylik, mana ingliz o'qituvchiman, stories qo'ymoqchiman. Nima qilaman? Trigger qilaman masalan. Qanaqadir mana deylik, nima bo'lishi mumkin? Birinchi storiesimga xafa holatimni qo'yaman-da, pastga yozib qo'yaman. Bugun shunaqangi voqea bo'ldiki, bu narsani eslashni ham xohlayman deb qo'yaman masalan. Odam ko'pchilik ko'radi-da, "Voy, nima bo'ldi ekan?" deb odamlar keyin nima bo'lganiga, natijasi nima bo'lganiga juda ham qiziqib odam yozishadi. Nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi, tinchlikmi deb odam yozishadi. Keyingi storiesda qo'yaman. To'g'risi bu voqeani aytmoqchi emasdim, lekin mayli, men sizlarga aytishga
qaror qildim deb yana bitta stories qo'yaman. Odamlar yana qiziqadi. Nima bo'ldi? Erta qoling, tinchlikmi deb odam yozadi. Bu degani ko'pchilik menga yozayotgandan keyin meni istoriyamni ko'p obunachilarimni birinchisida, ya'ni Instagramga kirgan paytda boshida chiqarib beradi. Bu degani yanada ko'p odamlar meni storiesimni ko'rishi mumkin. Va undan keyin men sekin qanaqadir muloqot qilishni boshlayman. To'g'risi, mana sizlarda ham mana shunaqa o'quvchingiz bilan qanaqadir urushib qolgan vaziyat bo'lganmi deb men savol so'rayman. Sizlarda ham shunaqa vaziyat bo'lganmi, urushib qolganmisizlar deb bitta savol so'rab stories qo'yaman. Ya'ni muloqot qilaman. Ular ham yozishadi, "Da, menda ham bo'lgan, yo menda bo'lmagan, menda ham bo'lgan, unaqa siqilmaydi" deb odam yozishadi. Keyin men o'zimni xabarimni beraman. Do'stlar, to'g'risi bugun qanaqadir bitta bir o'quvchim darsini qilmagan ekan, men ozgina urishdim, o'shaning uchun u xafa bo'ldi, keyin men ham xafa bo'lib qoldim, xafalashib qoldik deb masalan stories qo'yaman. Undan keyin yana savol so'rayman. Shunaqa vaziyatda o'tirib nima qilish kerak o'zi? Nima qilgan bo'lardinglar? deb yana bitta savol beraman. Odamlar yana yozishadi. Ya'ni savol-javob, muloqot. Mana shunaqa yurtsangiz, ko'pchilikka storiesni ko'rsatadi va storieslarda ham axfatingiz yuqori bo'ladi. Ba'zi odamlar aytishi mumkin, men mashhur bo'lishga qiziqmayman, shunchaki menga faqatgina zo'r sotuv bo'lsa bo'ldi deyishi mumkin. Hattoki kam prosmotr bilan ham zo'r sotuvlar qilish mumkin. Ya'ni faqatgina har doim ham mashhur bo'lish shart emas, shunchaki kam prosmotrlar bilan ham zo'r sotuvlar qilsa bo'ladi. Qarang, mana siz ekranda ko'rib turgan mana shu videolar har bittasi kamida bir 10 ming dollardan oshib pul ishlagan. Mana ko'rishingiz mumkin, qarang. Prosmotrlari ham juda ham kam, mana 1900 ta, 2000 ta, 2000 ta, 1400 ta, 400 ta prosmotrlar. Lekin bular zo'r sotuv qilgan, chunki bular VSL video deyiladi. Aynan mana shunaqa VSL video orqali o'zingiz xizmatingizni, o'zingiz mahsulotingizni sotib ham zo'r pul ishlash mumkinligi haqida ham mana YouTube kanalimga kirsangiz, qanaqa 20 dollardan 10 ming dollar pul ishladim degan videoni ko'rsangiz, aynan mana shu VSL video ishlash haqida agar qiziq bo'lsa, bu videoni ham ko'rishingiz mumkin bemalol. Ya'ni mana shunaqa kam prosmotr, 1000 ta, 2000 ta prosmotr bilan ham katta sotuvlar qilsa bo'ladi. Xo'p, endi blog yuritayotganda ko'pchilik qiladigan xatolar va men sizga ham ogohlantirib qo'ymoqchiman. Mana shu xatolarni iloji boricha qilmang. Xo'p, birinchisi, aniq yo'nalish va mavzusi yo'q. Mana ko'pchilik nima qiladi? Libboy narsani olib chiqaveradi. Yo'q, o'zingiz aniq yo'nalishingizni tanlab oling. Siz nima yo'nalishga ketyapsiz? Nima mavzu sizda eng asosiy mavzu o'zi? Pozitsiya yo'q. O'sha boshidagi sizga bergan savolim bor, o'sha savolga javob topib oling. Sizni pozitsiyingiz nima o'zi? Aniq qilib oling. Undan keyin faqatgina shu kontent qilish yo'q. Kontent qilyapsizmi? Har bitta kontent sizga iloji boricha pul olib kelish kerak. Iloji boricha sotuvingizni oshirish kerak, iloji boricha sizni statusingizni oshirib berish kerak. Monetizatsiya modeli yo'q. Ya'ni qatdan pul ishingiz o'zi, nima sotasiz o'zi, qachon sotasiz, necha pul ishingiz, bular bo'yicha hech qanaqa rejalar qilinmagan. Faqatgina prosmotr orqasidan qo'yish, ya'ni faqatgina zo'r prosmotr bo'lsa bo'ldi. Xo'p, million prosmotr bo'lgan bilan, lekin sizga bir tiyin pul olib kelmasa, nimaga kerak bunaqa shaxsiy brendda? O'zi shaxsiy brend qilayotgan ko'pchilikning o'zi maqsadi nima? Biznesidagi daromadlarni oshirish, o'zini yoki statusini oshirish bo'lishi mumkin, yoki qanaqadir o'zini xizmatini ko'proq sotish bo'lishi mumkin. Ya'ni faqatgina shu prosmotr uchun emas, balki o'zingizni statusingizni o'ylang, o'zingizni daromadingizni o'ylang. Ya'ni biznes tomondan bunga jiddiyroq qarang. Noto'g'ri auditoriya yig'ish, masalan, ko'pchilik bo'lar bo'lmas narsa qilaveradi. Ya'ni har xil auditoriya yig'ilaveradi. Noto'g'ri auditoriya sizga nimaga kerak, to'g'rimi? Baribir u sizga pul bermasa, baribir sizga foydasi kelmasa, nima qilasiz? Undan 100 mingta noto'g'ri auditoriya yiqqandan ko'ra, 1000 ta maqsadli, puli bor, sotib oladigan auditoriya yig'ing, sizga shundan zo'r pul keladi. Sotishdan qo'rqish mana. Ko'pchilik nima qiladi? O'zini blogini yuritadi, lekin sotuv qilmaydi. Sotuv qilish kerak. Agar sotuv zo'r bo'ladigan bo'lsa, sizga ham foyda, mijozga ham foyda, sizning produktingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, sifatli bo'ladigan bo'lsa, ikki tomonlama foyda bo'ladi. O'shaning uchun sotishdan qo'rqish kerak emas va muntazamlik yo'q. Ko'pchilik nima qiladi? Bir hafta, bir oy yuritadi, yo'q, ketdi, yana yo'q. Yana bir oy yuritadi, yana ketdi. Unaqa emas, stabil yuritish kerak. Va yana oxirgisi, ko'pchilikda pul keltiradigan aniq tizim yo'q. O'zi nimadan pul topadi, qanaqa voronkadan pul topadi o'zi, nima kontent unga pul olib keladi, aniq bu narsalar yo'q, qilinmagan bu narsalar. Xo'p, endi mana shu joyda siz mendan bitta zo'r sovg'a yutib olishingiz mumkin. Ya'ni videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, gap yo'q, tabriklayman sizni. Bunaqa uzoq davom etadigan darsni ko'rish hammaga emas hozirgi zamonda. Shuning uchun menda sizga sovg'am bor. Nima sovg'a desangiz, mendan strategik konsultatsiya yutib olishingiz mumkin. Aynan siz yutib olishingiz mumkin, ya'ni hamma yutib olishi mumkin. Mana shu joygacha ko'rganlar. Buning uchun nima qilish kerak? Juda ham oddiy. Quyidagilarga izohda o'zingizni javobingizni qoldiring. Birinchisi, bugungi darsdan olgan eng katta taassurotingiz nima bo'ldi? Ya'ni nima taassurot oldingiz? Bitta masalan, men bugun videodan palonchi narsani o'rgandim, mana shu narsa menga eng katta yordam berdi, bo'ldi. Endi nima ish bilan shug'ullanasiz? Masalan, va sizga aloqaga chiqishim uchun o'zingizni telefon nomeringizni qoldiring va xudo xolasa men o'qib chiqib sizga albatta shaxsan o'zim aloqaga chiqib sizga konsultatsiya beraman yoki birgalikda offline uchrashuv qilishimiz mumkin yoki
onlayn ravishda Zoom uchrashuv qilishimiz ham mumkin. Xo'p, mana videoni mana shu joygacha kelgan bo'lsangiz, demak siz anchagina ko'p narsalar o'rgandingiz. Ya'ni hozir mana shu yuqoridagi bilimlarni, yuqoridagi instrumentlarni o'zingizda qo'llab, bemalol o'zingizni blogingizni boshlab, sekin-sekin blogingiz orqali masalan daromad qilishni boshlashingiz mumkin. Lekin agar sizga masalan sifatli, professional, kafolatli yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, mana sizga o'zimni taklifim bor. Bu qanaqa taklif desangiz, Monetize loyihasini sizga taklif qilaman. Ya'ni bu daromadli shaxsiy brend qurish bo'yicha maxsus ishlab chiqilgan dastur. Xullas, bu Monetize dastur meni o'zimni individual, o'zimni shaxsiy mentorlik loyiham. Va bu kimlarga to'g'ri keladi? Agar siz mana qanaqadir sohani mutaxassisi bo'lsangiz, qanaqadir shu tadbirkor bo'lsangiz, o'zingizning biznesingiz bor bo'lsa va qanaqadir freelancer mutaxassis bo'lsangiz yoki qanaqadir korporativda ishlaydigan xodim bo'ladigan bo'lsangiz, bu sizga juda ham mos keladi. Xo'p, bu Monetize dasturida o'zi nimalar o'rgatiladi? Monetize dasturi offline ravishda Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan loyiha. Offline ravishda siz bilan biz 2,5 oy davomida birga shug'ullanamiz va ham nazariy va ham amaliy ravishda birgalikda shug'ullanamiz. Va mana shu 2,5 oy davomida men sizga nimalarni o'rgataman? Xo'p, strategik marketing, ya'ni shaxsiy brendni to'g'ri pozitsiyalash orqali mijoz oqimini yaratish strategiyasi va to'liq content marketing. Va content marketing, ya'ni pozitsiyangizga mos, davomiy ravishda, stabil ravishda content yaratish va trafik generatsiyasi, ya'ni mijozga aylanishi mumkin bo'lgan maqsadli obunachilarni yig'ishi va shuningdek monetizatsiya qilish, ya'ni shaxsiy brendni barqaror daromad tizimiga aylantirishi. Mana shu 4 ta narsaga katta fokus qaratib, shularni birgalikda o'rganib, shular bilan shug'ullanamiz. Xo'sh, Monetize dasturini davomiyligi qanaqa bo'ladi? Umumiy 2,5 oy davom etadi. Mana shu 2,5 oy davomida siz bilan birgalikda shug'ullanamiz. 10 dan ortiq offline darslar bo'ladi, ya'ni har hafta, har yakshanba kuni 4 soat, 5 soat, 6 soat davomida birgalikda hammamiz shug'ullanamiz. Ham nazariy, ham amaliy, o'sha yuqorida aytgan 4 ta narsaga katta fokus qaratamiz. Shaxsiy brendingizni qilishingiz majburiy bo'ladi. Birgalikda shug'ullanamiz. Sizga hammasini 2,5 oy davomida shaxsiy brendda shu 0 dan to daromadli, stabil sizga daromad olib keladigan, status olib keladigan shaxsiy brend qurishni to'liq o'rgataman va birgalikda shug'ullanamiz. Xo'p, Monetize dasturining kuchli tomonlari nimada deb savol bersangiz, bu dastur shunchaki bir kurs emas, ya'ni bu to'liq amaliyotga asoslangan, kuchli nazorat qilinadigan mentorlik kursi. Ya'ni 2,5 oy ichida siz shunchaki kurs o'qimaysiz, balki natija uchun mehnat qilasiz. Dastur davomida har bir ishtirokchiga yordamchi loyiha menejeri biriktiriladi va natija qilishi talab qilinadi. Ya'ni shunchaki kelib turib o'qib ketmaysiz, balki rezultat qilib berishingiz majburiy bo'ladi, talab qilinadi bu narsalar. Va dastur davomida ishtirokchilar o'rtasida musobaqa ham tashkil qilinadi. Buni sovg'asi ham bor, hozir ko'rsataman sizga. Va bu dastur faqatgina natija uchun qattiq mehnat qiladiganlar uchun moslashtirilgan. Agar mabodo siz dastur talablarini bajarmasangiz chetlatilasiz va faqatgina natija qilganlar esa alohida yopiq klubga ham qo'shiladi. Sizda savol paydo bo'lishi mumkin, qanday natijaga erishaman, aniq natijalar bo'ladimi deyishingiz mumkin. Albatta bo'ladi. 2,5 oy davomida eng kamida 30 ta strategik kontent chiqargan bo'lasiz. Instagram sahifangizga har kuni maqsadli obunachilar kelib turadigan tizim ishga tushirgan bo'lasiz. Shaxsiy brendingiz orqali sotiladigan aniq mahsulot yoki xizmatingizga ega bo'lasiz va shaxsiy brendingiz orqali mijoz topish va sotuv qilish tizimini ishga tushirgan bo'lasiz. Ya'ni blogingiz orqali mijozlar oqimi shakllangan bo'ladi. Sizda yana savol paydo bo'lishi mumkin, ya'ni dasturda qatnashsam qancha obunachi yig'a olaman deyishingiz mumkin. Biz obunachilar uchun kafolat bermaymiz. O'zi aslida obunachiga kafolat berish o'zi xato o'zi, chunki bu kafolat beriladigan narsa emas. Lekin masalan hozirgacha shaxsan o'zimni shu instrumentlarim, shaxsan o'zimni bilimlarim orqali masalan 50 dan ortiq insonlar 2-3 oyning ichida 10 mingtadan to 50 mingtagacha obunachilar yig'ishgan. Ya'ni agar siz ham shu men berayotgan instrumentlarni, men berayotgan bilimlarni agar haqiqatan qo'llasangiz, mana shunaqa yoki bundan ham zo'r natijaga erishishingiz mumkin. Lekin bu yerda eng muhimi obunachilar soni emas, balki obunachilar sifati va obunachilardan siz oladigan qiymat. Va bizda mana shunga katta fokus qaratamiz. Ya'ni siz shunchaki prosta blog emas, balki daromadli, sizga status olib keladigan, daromad olib keladigan, pul keltiradigan shaxsiy brend qilishga katta fokus qaratamiz. Xo'p, bundan tashqari Monetize dasturida qanaqa yana qo'shimcha imkoniyatlar bor desangiz, shaxsan o'zim bilan birgalikda ishlaysiz, ya'ni alohida uchrashuvlar, konsultatsiyalar, yopiq qanaqadir mitinglar qilishimiz mumkin. Shaxsiy brendingiz ustida majburiy ishlashingiz uchun sizga yordamchi loyiha menejeri biriktiriladi va to'liq uni nazoratda bo'lasiz. Ya'ni siz rezultat qilishingiz majburiy bo'ladi. Bundan tashqari mana shu loyiha davomida siz boshqa sohadagi tadbirkor va mutaxassislar bilan ham zo'r networking qilishingiz mumkin. Chunki mana hozirgacha mana boshqa viloyatlardagi, umuman O'zbekiston bo'ylab har xil sohadagi tadbirkor va mutaxassis tanishlarim mana shu loyihaga qiziqish bildirishyapti. Ya'ni har xil sohadagi insonlar bilan, har xil sohadagi tadbirkorlar bilan ham zo'r networking bo'ladi, zo'r tajriba almashish bo'ladi. Xullas, yaxshigina networking bo'ladi. Va aynan sizni sohangizga, sizni yo'nalishingizga yo'naltirilgan, sizni sohangizga mos bo'lgan individual to'liq shu marketing va monetizatsiya strategiyasini ishlab chiqamiz va shaxsan o'zim sizga yordam beraman. Xullas, mana shu
2,5 oy davomida to'liq birgalikda siz bilan natija uchun mehnat qilamiz. Eng qiziq joyi esa shu sovg'ali musobaqada ishtirok etasiz, ya'ni dasturdagi barcha ishtirokchilar mana shu musobaqada challenge ishtirok etishi kerak, chunki 2,5 oy davomida hamma o'zini shaxsiy brendi ustida ishlashi majburiy bo'ladi va biz musobaqa uyushtiramiz. Xullas, mana shu musobaqada agar 3 ta nominatsiya qo'yamiz, agar siz eng ko'p obunachi yig'sangiz, Apple iPad bilan taqdirlanasiz. Undan tashqari eng katta prosmotr egasiga va eng ko'p mana shu loyiha davomida daromad qilgan ishtirokchiga har bittasiga iPad sovg'a qilamiz. Shuning uchun sizda imkoniyat bor yoki eng ko'p obunachi yig'ish yoki eng katta prosmotrlar qilish yoki eng ko'p daromad qilish. Mana shuni bittasiga siz ega bo'lsangiz, xudo xolasa sizga Apple iPadni sovg'a qilamiz. Xullas, Monetize bu shunchaki oddiy kurs emas, bu natija talab qilinadigan mentorlik dasturi. Dastur oxirigacha har bir ishtirokchi o'z shaxsiy brendini haqiqatan ham qurib, keyin chiqib ketadi. Ya'ni shunchaki kursni o'qitmas, balki dastur oxirida, mana 2,5 oydan keyin shaxsiy brendini qurgan holatda dasturni tamomlaydi. Va sizga kontent va jarayonni nazorat qilish uchun yordamchi loyiha menejeri biriktiriladi va shaxsan o'zim yordam beraman va dastur davomida ishtirokchilar o'rtasida natijaga asoslangan musobaqa bo'ladi va bu jarayonda aynan o'zim bilan birga ishlaysiz. Ya'ni xullas, istalgan payt sizning savolingiz paydo bo'ladigan bo'lsa, har doim men savolingizga javob berishga tayyorman, har doim sizga yordam beraman. 2,5 oy birgalikda siz bilan mehnat qilamiz. Siz ikkilanishingiz mumkin. Xo'p, mana 2,5 oy mana shu dasturda qatnashsam, lekin natija bo'lmasa nima qilaman deyishingiz mumkin. Agar 2,5 oy ichida men bergan hamma instrumentlar, bilimlarni qo'llaganingizda rezultat bo'lmasa, men sizni to'lovingizni 100% qaytarib berishga tayyorman. Chunki men bilaman, men 5-6 yildan beri o'zim mana shu qo'llab kelayotgan bilimlar, o'zimdan o'tgan tajriba va instrumentlar hammasi ishlaydi, hammasi sinovdan o'tgan, tajribadan o'tgan bilimlar. O'shaning uchun ham xudo xolasa sizda ham o'xshaydi. Agar mabodo o'xshamay qolsa ham men tayyorman to'lovingizni 100% qaytarib berishga. Xo'p, men endi hozir 5 ta insonga $1000 sovg'am bermoqchiman. To'g'risi, bu haqida hali hech qanday e'lon qilmadim. Faqatgina mana shu joyda mana videoning oxirida aytayapman. Agar mana shu Monetize Bruno loyihamizga birinchilardan bo'lib ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz va to'liq to'lovni qiladigan bo'lsangiz, 5 ta odamga 30 ta reelsini syomkasini ham montaj ham bepulga sovg'a. Ya'ni agar siz ko'chada shu 30 ta reelsingizni syomka montaj qiladigan bo'lsangiz, bu sizga taxminan $1000 cha rasxod bo'ladi. Ya'ni sifatli tarzda professional kameralarda, professional montajlarda, motion montajlar qiladigan bo'lsa, sizga $1000 xarajat bo'ladi. Va aynan mana shuni ham men sizga to'liq bepul sovg'a qilaman, faqatgina 5 ta odamga. Ya'ni hozir sizda shunchaki bonus sifatida $1000 sovg'a olishingiz mumkin. Bu shunchaki bonus bo'ladi, sizga juda ham zo'r. Ya'ni shaxsiy brendingizni boshlayotganingizda hamma tomonlama sizda imkoniyatlar keng bo'ladi. Xo'p, endi sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Xo'p, Monetize loyihasida ishtirok etish narxi qancha deyishingiz mumkin. Agar mana videoning ostida link bor, Monetize Bruno'ga siz ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Videoning ostidagi linkka kirib, o'zingiz ma'lumotlaringizni qoldirganingizdan keyin shaxsan o'zimiz sizga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlarni beramiz. Ya'ni to'lov qancha, to'lov tartibi qanaqa bo'ladi, hammasi haqida savollaringizga javob beramiz. Shuning uchun hoziroq videoning ostidagi linkka kirib, o'zingiz ma'lumotlaringizni qoldiring va bizani jamoamiz sizga aloqaga chiqib, barcha savollaringizga javob beradi. Agar mabodo siz mana shu link orqali ro'yxatdan o'tishda muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekranda ko'rinib turgan shu raqamlarga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin yoki telefon qilishingiz ham mumkin. Agar videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, qoyil, gap yo'q. Men sizni tabriklayman, chunki hozirgi paytda bunday uzun darsni ko'rish juda ham qiyin. Lekin siz o'zingizga ancha qiymatli va foydali ma'lumotlar oldingizda umid qilaman. Agar shu ma'lumotlarim foydali bo'lgan bo'lsa, menga Instagramda obuna bo'ling va agar meni atmetka qilsangiz va fikrlaringizni yozib qoldirsangiz, men juda ham xursand bo'lardim. Agar mana shu Monetize'da ishtirok etish sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, yana bir bor eslatib o'taman. Videoning ostida link bor. O'sha linkka kirib ma'lumotlaringizni qoldiring va o'zimiz sizga aloqaga chiqib, barcha ma'lumotlarni beramiz va xudo xolasa siz bilan tez orada Monetize dasturida yuzma-yuz ko'rishamiz. Barchaga omad, sog' bo'ling.